Uch Zapis og'ayni boshlandi. bersa, undan ham yaxshi boyagi Remast kitobini eslatadi. Haligi she'r esimga tushdi. Uch og'ayni deganim. Biz uch og'a-ini edik. Mehnatda edik fido. Endi bu yerda Ho'kiz biz quvib charchadimi? Kaman bir kuni voh va hokazo Usmonazim she'r yodimga tushib ketdi. uniki bilamizda, faqat o'sha bizni aka-ukamiz, og'aynilarmizda, oshnalar. Hey, farqi nima jiroq. Ha, shu Mazza. bilan. Xo'p, kuzatayotganlarga hammasiga salom. Bugun Nurmuhammad Abduzoirov va Shahboz Fayzullayev bilan suhbat quramiz. Bu ikki shaxs, ikkalasi ham shoir va tarjimon. Menimcha hamma yaxshi taniydi. Nurmuhammadni ko'pchilik tanir ekan. Shahbozni yaxshiroq tanishtiray. Shahboz Shamsqamar teatrida aktyor. Qaysidir teatrda kimdir ham bo'lib ishlaydi, esimdan chiqib ketdi. O'zi eslab qolar. Bizning uchalamizning tariximiz borda, do'stlik tariximiz. Aytganimiz, masalan, Nurmuhammad bilan tanishishimiz, Shahboz bilan tanishishimiz, she'riyatni birga suyanib boshlaganmiz. Menimcha Muham Shahboz kelguniga qadar bo'lgan voqealardanmi yoki bolaligingdanmi so'zlab berib tursang, menimcha zerikmaymiz. Bolaligim endi o'sha hamma qatori deyolmayman. Ishqilib qiziqarli o'tkazishga harakat qilganman. Umumiy gapiraman, o'zim nimani gapiraman? Bir aniq bir savollanmamatda. Konkret savol berishim mumkin, hech yo'q. Olaylik, mana maktabda she'r yozamiz hammamiz ham. Kimdir turtki bo'ladi bunga endi, misol uchun. Kimdir sevib qoladi, kimdir sindosh kuchlilik qiladi. Shundan boshlaylik. Sevimli faning, masalan, men fizikani yaxshi ko'rganman. Sen sevimli faning va she'riyatga o'tib qolishing, qaysi sinfdan boshlab o'sha darslardan qocha boshlagansan, darslarga kirmay qo'ygansan? Qiziq savol. Menda 5-sinfdan keyin umuman kitob ochib qaramagan bo'lsam kerak. Lekin baribir matematika eng sevimli fanim edi. Bizni ustozimiz bo'lardi. Bitta ko'rsatib beradi-ku, masalan, qaysidir formula tushiradida, mana shunaqa yechasizlar dedi. Men hech qanaqa dars qilmaganman, tayyorlanmaganman. O'sha misolda masalani men qiynalmasdan yechardim-da. Hozir ham agar men ishonaman, qanaqadir bir misol yoki masalani shunchaki bitta ko'rsam, qanaqa yechilishini, qaysi formulaga tushishini bilsam, yechib tashlayman-da. O'sha matematikani, o'sha aniq fanligani uchun ham nimadirlarga tushirib, uni javobini chiqarish mumkin bo'lgani uchun ham yaxshi ko'rardim o'shanda. Hozir ham shunaqa va men maktab paytida yoki kollej paytida adabiyot degan darslikni o'qimaganman. Yoki o'qish kitobini o'qimaganman. Juda aloqa bolalar hamma, lekin men o'qimasdim to'g'risi. Bolalikda sinfligimga ham juda matn berishganda, eslaringda bo'lsa, alifbo bayramida gapiradi-ku odamlar. Bolalar. O'sha qatorli she'r o'qiydi, shuni aytyapsan? Gapiradi, she'r o'qiydi va eng a'lochilarga nima berishadi. Ko'proq matn berishadi-da. Masalan, gerb yo bayroq haqida berishadi-da matn. Nimagadir menga o'sha matnni berishgan. Men o'qimaganman, yodlamaganman va borib nimadirlar gapirib berganman-da. Ishqilib ancha hayajonli bo'lgan. O'shanda ham, ya'ni jiddiy qara olmagan bo'lsam kerak deb o'ylab qolaman ba'zida ko'p narsalarga. Keyin she'r yozishni boshlashim meni opam bor edi. U she'r yozardi to'g'risi. Masalan, shamollar haqida yozgan she'rlari bor edi. Keyinroq o'sha she'rlarni tiklashga harakat qildim, o'zim eslab yozishga harakat qildim. Lekin baribir qiz bolani nomidan yozish qiyin-ku. Unaqa chiqara olganim yo'q. O'sha ba'zi misralar esimda qolib ketgan edi.
o'sha opamga qiziqib yozishni boshlaganman. Ya'ni bilmayman, kim nimani ko'rsatsa o'shanaqa ish qilishni istaganmanmi. Masalan, men o'sha uyimizda 3 ta qiz bola bo'lgani uchun kerak bo'lsa, bunaqa paypoq to'qiganman-da. Paxta chigirlab o'tirganman qizlarga qo'shilib. Endi uyda pechkani oldida o'tiramiz hammamiz. Nimadirlar ish qilish kerak. O'sha meni ermagim ularga qo'shilib, ular nima ish qilsa shu ishni qilishyapti. Men maktabga borishdan oldin o'qishni o'rganib olganman, chunki opalarim bilan qo'shilib o'qirdim. Birinchi o'qigan kitobim Nurali dostoni, keyin Bilmassoyning sarguzashtlari, katta Nikolaynos kitobi edi. Undan keyin Mehrobdan Chayonni o'qib chiqqanman. Shu 3 ta kitob bor edi, sevimli kitoblarim edi hammasi va bir kuni bularning hammasi bizda anor bo'ladi. Anor daraxti yozda quyoshda kuyib qolmasligi uchun unga varanka stakan qilib uni yopib qo'yadi o'rab. Bir kun o'sha kitoblarimning hammasini o'sha anorni kiyimi sifatida ko'rdim-da. Keyin rosa boshqacha bo'lganman. Anorzorni chopib aylanganman va baribir ko'p o'tmasdan o'sha anorlarni sovurib ketdi. Lekin kitoblar uyimizdagi yagona kitoblar edi-da o'sha paytgacha. Keyin kitobsiz qoldi uyimiz ancha vaqt. Va men ehtimol undan keyin ancha vaqt she'rga ham yo boshqa narsaga ham qiziqmay ketgandirman. Bizda kutubxonalar juda kam bo'lardi biz davrimizda. Telefon endi yo'q. Hozirgi zamonda xohlasa Telegram kanalidan, xohlasa bir internetdan topib o'qish mumkin-ku. U paytda telefon bilmayman juda tanqis bo'lgan va bunaqa imkoniyatlar ham yo'q edi. Bizda kitob do'koni yo'q edi, durustroq. Qumqo'rg'onga borib qolsam, Ahad Qayum, Marhaba Karimovaning kitobi turardi. Hatto Muhammad Yusufni topish mushkul edi-da. Keyin kollejga borganimdan keyin ko'rganman bu kitoblarni ham. Va kollejimizda kutubxonasi bor edi. O'sha kutubxonadan ko'p kitoblarni o'qib chiqqanman. O'qib chiqish ham ko'pincha poyga qo'yishga o'xshab ketganda. Ya'ni kim bilandir bellashish yoki o'zim bilan bellashishmi bilmayman. Men mag'zini chaqsam chaqmasam tezroq shu kitobni o'qib tugatishim kerak. O'sha jarayondan mazza qilmasdan manzilga yetishdan mazza qilib qolganman o'sha paytda. Necha yoshlar endi shunda? Necha yoshlaringiz? Endi bu men o'zi 1 yil oldin o'qigan bo'lsam, 2014-yil kollejga borganman. 15 yosh bo'laman-da. Maktab davriga qaytaylik-da. Qachon birinchi marta qochgansan? Qaysi fandan? Fan esimda qoladimi? Shunchaki darslar birortasi yoqmasdi. Shunchaki borib, men oshnam bilan borganman-da, daryoga cho'milganman. Bizni qishlog'imizda daryo bor sizlarda. Pastroqda daryo bor-da. Borgansan-a? Zo'r. Ha, zo'rda maza. Dakkish masalasi qanaqa bo'lgan? Masalan, men eslab qolganman qachon qochganimni va qaysi fandan qochganimni. Kalta yeganman, urushgan, so'kishgan. Qiziqda endi. Bizda yaxshi sarguzasht bor ekan shu bilan bog'liq. Hatto buni Tom Sawyerga o'xshash kitob qilsa bo'ladi-da. Men yana 2 ta do'stim metallom qidirib ketdik. Abitgacha va kech qoldik-da. Darsga kech qoldik. Abitdan keyin o'qirdik maktabda. Mana shu trosni qozib olsak dedik. Juda ko'p metallom bo'ladi. 1 yillik planni bajaramiz, to'ldiramiz dedik-da. Uni juda uzun tros edi. Amallab qozib oldik 3 ta yosh bola. Va bitta oshnamni endi qozib bo'lgan paytimizda onasi keldi-da. 1-2 shapaloq urib olib ketdi. Darslar boshlanib ketgan. Bormaganmiz biz. No, sen mana shuni qozib olib ketamiz deganmiz-da. Va bir do'stim keyin ana olib kelgan edi. Bel olib kelgan edi. Belni bilsalaringiz kerak.
o'sha qazish narsa. Uni ham og'aynilari chaqirib keldi, uni ham olib ketdi uyiga va men bir o'zim qolib ketganman shu yerga. Endi qazib bo'lganimizni ko'chaga chiqarganmiz, voy uzun turibdi. 3 ta bola, adashmasam shu 50 kilolar chiqsa kerakda temir. Sudrab ketayotgandik. Endi ikkalamiz qolganmiz, sudrab ketayotgandik. O'sha joyda qolib ketdi. Men ham ularni ancha vaqt kutdim va oxiri hech kim kelmagandan keyin qaytib ketdim. Ki alam qiladigan joyi meni opamni sindirishlari o'sha trostni, biza qozib qo'ygan trostni borib maktabga topshirdi metallim qilib. Keyin men O'g'rini qaroq surdi. Ha, shunaqa bo'ldi. O'g'rini qaroq surdi. Keyin meni dakkigan tarafim juda bu ham bir qo'rqinchli desam bo'ladi, bir esimdan chiqmaydi. Otam urushgan. U yerda to'k bo'lishi mumkin. Nega birovni narsasini qazasizlar? Endi u daryo jag'a deydi bizda, biz tilimizda. O'sha daryoning yoqasida edi. U yoqqa bormanglar deb ancha urushganda, ishqilib kattalarni bir tayog'idan ko'ra gap so'zi bir qattiqroq, chuqurroq yara qoldiradigan va ketmaydigan bo'lganda. O'shanaqa sarguzasht bor. Endi buni maydalab aytib o'tirsam, uzoq gapirsa bo'ladi. Yo, mayli, maydalash shart emas. Bari obunachilar ham qiziqishni yo'qotish kerakmas. Qara, Shahboz keldi, bizda bicha vaqt bor. She'rdan bizga u o'zini eplab olguncha she'r o'qib berib turasan. Baribir menimcha san haligi auditoriyang she'r eshitishga mushtoq. Men auditoriyam she'r eshitadi, faqat men auditoriyammikin deb o'ylab qo'yapman. Sizlarda ham auditoriya? Yo'q, bu yerda endi faqat san auditoriya emas, bu yerda faqat san auditoriya emas, kam bo'lgani bilan bular endi umumiy hammamiz. Ha, albatta. Endi baribir sen uchun kirganlar she'r eshitadi. Shahboz bilan hali biz ko'p guringimiz bo'ladi. Men endi mayli, endi bolalik haqida gap ketdi. O'sha bolalikdagi eng birinchi yozgan she'rimni o'qib bersam nima deysan? 2 kuflet. Zo'r, marhamat. 7 yoshdan o'qidim. Turli harflar to'qidim. Boshdan. 7 yoshdan o'qidim. Turli she'rlar to'qidim. Alifboning harflarin bir boshdan cho'qidim. O'qish kitobim kitob, tezroq chiqsaydi oftob. Kitobimni o'qirdim, yangi she'rlar to'qirdim. Zo'r. Xo'p, rahmat. Qanaqadir bir she'rni ko'rib qolib, o'shani menimcha boshqa shaklga kirgizganman, endi esolmayman baribir. Ha, zo'r, yaxshi-ku, baribir. Xo'p, Shahboz keldi. Mikrofoningni yoqasanmi? Ha, shu yerdaman. Xo'p, senga Nurmuhammadga bergan o'sha savolim, birinchi marta maktabdan qachon qochgansan? Nechanchi sinfligingda va qaysi fandan? Maktabdan menimcha hech birorta fandan qochmaganman. Yo'qmasam esolmayman, lekin yo'q. Fanlardan qochmaganman birortasidan. Lekin aniq bilaman, hamma biladi buni, bir mehnat degan bir alohida fan qilib qo'yilgan dars bo'lardi. Mana shu fanga lekin umuman hamma sinfdoshlar bilan kirmaslikni tanlardik. Faqat mana shu esimda qoladi, chunki o'sha fanni bilmayman qanaqadir pisand qilmaganmizmi, faqat o'sha fanga kirmasdan to'p tepardik, tamom, futbol o'ynardik. Shuni bilaman. Fanda tomorqada ishlatarmidi? Shu fanda. Yo'q, biz tomorqada ishlatmasdi. Lekin unda bir yaxshi narsalar bor edi, baribir duradgorlikni o'rgatardi. Yaxshi bir qanaqadir kasb o'rgatishga harakat qilardi, lekin bizga qiziqmasdi. Xo'p, Shahboz, senga yana bir navbatdagi savol, keyin umumiy suhbatni boshlaymiz. Hayotingda o'sha 2016, 15, 17-yillar 27-avtobus yurarmidi? Yo'q, 27-avtobus yurarmidi? Shu 27-avtobus 27-avtobus she'riyat sani o'zing va hayotingda nima bor edi shundan tashqari? Ya'ni avtobus o'qish
San hayotingda kim yoki nima bor edi? Qiz bor edi. Qisqacha aytib berasan. Endi aytib beraman, u 27-avtobus bor edi-da, uyimizdan shahargacha boradigan 6 kilometrga borardi. Repetitorga qatnardim u vaqtlar. Litseyda ertalab soat 5 da chiqishimizga to'g'ri keladi. 5 da u avtobus bir marta keladi. 5 da hali ham yo'q, qop-qorong'u. O'sha avtobusga chiqib, repetitorga borib, dars o'tib, keyin o'sha litseyda o'qirdim. Qolardim. Kechqurun soat 10-11 da qaytib kelardim. O'sha vaqtda ham qishlog'im bir qiz bo'lgan. U bilan tanishganman. Ikkalamiz birga repetitorga borardik. Ikkalamiz ham o'sha bir vaqtda soat 5 da chiqardik, ko'rishardik. Shu qiz bo'lgan hayotimda bo'ldi. Rahmat javob uchun. Endi umumiy savollarga o'tamiz. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi, shuning uchun cho'zdim suhbatni. Demak, eslatib qo'yaman, muxlislardan savol keladi. Men savollarni o'qib beraman. Adashmasam, ikkalang ham guruhda borsan, meni guruhimda. Guruhda savollar kelgan. Guruhdagi savollarni bilmasliklaring uchun sizdan o'zi chiqarib tashlashim kerak edi-yu, endi e'tibor qilmagan ekanman. Men chiqib ketdim ertaroq, shuni sezib. Chiqib ketding. Shahbozni bo'lmasa chiqarib yuboraman. Hozir keyin qo'shilib olaverasan Shahboz. Chunki hali xabarlarni o'qimagansan. Qarashga imkonim bo'lmadi hali. Ya endi baribir kitob ko'pchilikni boshini qotiradi, kitob deganda. Xo'p, savollarga yuzlanamiz. Endi bu yoq muxlislarning savoli ketadi. Ora-orada o'zim savolimni ham qo'shib ketaman. Shuni sizlar sezmasliklaring uchun. Assalomu alaykum. Ijodiy bir xillikdan, odatiy mavzulardan yiroqlashish uchun ko'proq nima qilish kerak? Bu umumiy savol, yanglishmasam. Aqldek javob beramizmi, Nur? Siz savol javob bering. Yaxshi, savolingni qaytarib yurish. Xo'p. Ijodiy bir xillikdan, tez o'qimayapman. Ijodiy bir xillikdan, odatiy mavzulardan yiroqlashish uchun ko'proq nima qilish kerak? Masalan, o'zimdan kelib chiqib gapirishim mumkin. Men ko'proq sayohat qilishga harakat qilaman. Endi to'g'risi uzoq vaqtdan buyon yozganim ham yo'q. Menimcha 1 yildan oshdi yoki 2 yil bo'lib qoldimi. Yozolganim yo'q. Lekin o'sha vaqtda masalan bir xil qanaqadir osilib turadigan misralarni yozayotgan vaqtimda, yo'lmasam qanaqadir bir xil mavzu yozishib olganda sayohat qilishga harakat qilardim. Buxoroga boraman. So'ng uyga qaytaman. O'zimcha shunaqa bir yo'lini qilib olgandim-da. Keyin o'zim bir yaxshi ko'rgan joyim bor Navoiyda, Nurota tumanida Sentopga boraman. U yoqda odamlar bilan gaplashishga harakat qilaman. Yoki u yoqda masalan Sentopni yo'lmasam qayerga borsam, Buxoroga borsam yoki o'sha Buxoroni bir tarixiy obidasini o'rganishga harakat qilaman. Shu narsa bilan balkim bir xillikdan chiqish mumkindir deb o'ylab qolardim. Keyin masalan shunaqa vaziyat ham bo'lib qoldi. Qo'shiq o'rganishga o'tdim. Aslida hech qanaqa vokaldan masalan institutda ozgina bor edi, ozgina o'rgatishgan, yarim semestr 6 oy davomida vokal o'tishgan, lekin u yetarli bo'lmagan. Ovozim yo'q edi. Masalan, hozir ham professionalman deb ayta olmayman, lekin shu tomonga o'tishga ham harakat qilardim. Masalan, qo'shiq o'rganardim o'zim, Chorsuvda yashaganlar biladi. Kalonkani olib kelib olib, tinmay o'zim karaoke qilishga harakat qilardim. Endi masalan aytishim mumkin, kitob o'qish, izlanish, qanaqadir mif afsonalarni o'rganish, masalan so'z boyligingni oshirish, ijodiy bir xillikdan chiqaradi deyish mumkin, lekin meni usulim shu edi. Sayohat, bo'lmasam hali o'zim qo'l urmagan biror bir ishni qilish. Rahmat javob uchun. Nur Muhammad.
Sani Meni javobing? uslub to'g'ri, Shahbozni gaplariga qo'shilaman birinchi navbatda, lekin meni uslubim o'sha odamlar bilan gaplashish sayohatdan ham ko'ra, o'sha odamlar bilan gaplashgan sari bir yangi g'oyalar keladi. Men o'ylab qolaman, odamlar bizdan ko'ra ijodkor bo'lsam ham mendan ko'ra ijodkorroq tuyuladi gohida. Men Dostoyevskiyni o'qib turib, ko'rmagan qahramonlarimni hayotda uchratganman-da. Va ularda bir Dostoyevskisi yoki bir yozuvchisi, shoiri bo'lishga uringanman shu paytgacha. O'zim hayotimda ham olib qarasak, bir qaniydir boyda shunaqa sarguzashtlarga, bir qarama-qarshiliklarga boy. O'shani balki o'zimni bir yozuvchim, o'zimni shoirimdirman. O'zimga umuman aytganda men bir xillikdan ham qochishga harakat qilmayman-da. Ko'nglimda nima bo'lsa yozaman. Agar uni qaysidir bir shoir yozgan bo'lsa bu sevgini bemalol. Lekin men o'zim tuyg'umni yozyapman. Mayli, agar u tuyg'usini ko'chirsam ham umuman bir agar yaxshi tuyg'u bo'ladigan bo'lsa, menda o'sha shoir xursand bo'lsin deyman-da. Chunki umuman so'z ham, bir tuyg'ular ham hammanikida umuman olganda. Rahmat javob uchun. Rahmat javob uchun. Xo'p, savolda davom etamiz. Shahbozga berilgan savol: agar bir kun kelib odamlar she'r o'qimay qo'ysa, siz yozishni davom ettirarmidingiz? Agar davom ettirsangiz, nega? Bu Shahboz uchun berilgan savol. Masalan, oldindan baribir bunga javob bera olmayman. Hattoki aytdim, suhbatni boshidan hozir yozmayapman. Bunga ancha vaqtim bo'lib qoldi. Qachondir agar odamlar she'r o'qimay qo'ysa ham, umuman she'r degan narsadan umuman chiqib ketsa ham, yodlaridan ko'tarilib ketsa ham, yozaman, baribir yozaveraman degan narsani ayta olmayman. Lekin nega yozaman? Masalan, shu paytgacha o'zim his qilganim, o'zim tushunganim, yosh baribir vaqtdan vaqtga qarash o'zgarib kelaveradi. Masalan, boshida yozayotganimda g'irt Rauf Parfiga taqlid yoki Mayakovskiyga taqlid bo'lib, jajda bilan, ya'ni ishtiyoq bilan yozaman deb, ya'ni hech qachon shu yozishim tugamaydiganday faqat yozaman hali degan bir qarash bo'lardi. Keyin baribir o'zidan o'zi o'zgardi, tushundimki, yo'q, o'zimni unaqa majburlab yozishim kerak ekan degan narsadan chiqib, faqat o'zimni eshitishga harakat qilaman. She'r yozyapman deb ham o'ylamayman. Bo'ldi, she'r yozyapman, mana hozir she'r keldi. Yo'q. Shu o'zim istaganda o'shani o'zim eshitib, o'zimni eshitishga harakat qilyapman. Agar istasam yozaman, istamasam yo'q. She'r o'qimay qo'ysa nega, agar yozishda davom etsam, nega yozishda davom etaman? Bu narsani men har bir tushuntirib yura olmayman. Masalan, o'sha vaqtda ham odamlar umuman she'r o'qimay qo'ysa ham yozishim mumkin yoki bo'lmaganda yozmasligim mumkin. Shu. Xo'p, rahmat javob uchun. Nurmuhammadga beriladigan savol, demak, navbatdagi savolimiz: she'riyat vaqtga xizmat qiladimi yoki vaqt she'riyatga? 100 yildan keyin ham yashaydigan satrni nima tirik tutadi deb o'ylaysiz? She'riyat endi bir bilmadim, hech narsaga xizmat qilmasa kerak deb o'ylayman. Vaqtga qanday xizmat qiladi? Men bunaqa savollarga uncha tushunmayman. 100 yildan keyin yashab qoladigan yoki 100 yil oldingi, masalan, Navoiyga qarab kelajakni ham ko'ramizda. Masalan, qaysi satrlari hali ham majburan tiqishtirilmasa-da baribir yashab keladi odamlarning xayolida, so'zida, og'zak ijodida. Bu axloq haqida, xarakter haqidagi bir misralar, she'rlari yoki bir, masalan, Mashrabga qarasak, ishq haqidagi bir misralari. Demak, o'sha ko'ngilga murojaat qilingan, ko'ngil bosh planga, bosh rejaga qo'yilgan she'rlar yashab qoladi deb o'ylayman. Qolgan ma'lumotlar yoki tarix bir nimalarni oladigan bo'lsak, ular she'r orqali emas, bir matn
yoki hikoya, shunga o'xshash tarix orqali ham yashab kelishi mumkin-da. Shuni aytmoqchi edim. Rahmat javob uchun. Umumiy savol menda, faqat cho'zmasdan javob beringlar iltimos. Chorsu 4B sizlar uchun nima? Karantindan keyin tirik qolgan joyim. Nurmuhammad. Qisqa javob. Karvonsaroy. Rahmat javob uchun. Davom etamiz. Hozirgi kunda sun'iy intellekt juda ko'p sohalarni egallayapti. Kelajakda shoirlarni ham nonini yarimta qilishi yoki umuman olib qo'yishi mumkinmi? degan savol kelibdi. Umumiy xolasanglar ikkovlaring javob beringlar, xolasanglar bitta-bitta. yoki shunaqa savollarni avval bitta-bitta o'zim so'rab chiqqanim yaxshi, Muhammaddan avval keyin Shavg'ozdan qilib yoki teskarisi. O'zingga ma'qulini ko'r. Menimcha shu javob bergan odam javob beravergani ma'qul. Marhamat, jo'ra. Muham, javob ber. Sun'iy intellekt shoirlar nonini yarimta qiladi deganmi, nima deyilgan? Ha, sun'iy intellekt kelajakda shoirlarning nonni yarimta qiladimi deb so'rabdi. Shoirlar noni o'zi yarimta, ko'ngli ham yarimta bechoralar. Men bu savolga hozir ham javob berildi, boyi ham. Chunki ko'ngil bilan ko'ngilga murojaat qilingan she'rlar yashab qolaveradi. Bu sun'iy intellekt baribir algoritmlar bo'yicha, aql bo'yicha o'sha aqlga tayanib yozadi. Mayli agar kelajakda juda iqtidori oshib ketsa, yozishi mumkin. Ko'ngildan yozilgandek qilib yozib berishi ham mumkin. Lekin men yozishga ehtiyoj sezaveraman. Nimagaki hali hamon yozib bo'lingani yo'q-da. Shuncha shoir o'tgan. Alisher Navoiydan tortib bugungi kungacha sanab adog'iga yeta olmaymiz. She'rlarda ham o'shalar ichida meni tuyg'ularim yo'qmi shuncha she'rlar ichida? Bor, izlasak topamiz. Lekin baribir men o'zimni dardimni yozish orqali yengillatishga harakat qilaman. Demak, yozaveraman. Buni kimdir o'qishi ham shart emas. Balki bitta kishi bo'lsa yetarlidir o'qishga. Xo'p, rahmat. Shahboz qo'shimcha qilasanmi? Shahbozimiz qani bizni? Shahboz qo'ling ko'tarmasang topolmayapman seni. Ha, topdim. Eng pastida turibdi. Shahboz qo'shimcha qilasanmi? Javob ber. Uzr qoldi. Manimcha egallolmasa kerak. Chunki bilmadim, hali ancha uni takomillashtirilgan narsasi chiqadi yo'q, u vaqt ko'rsatadi. Lekin masalan hozir qo'shiq qilinadi, hatto video reelslar qilinadi, yo'qsam asar yozdirtiradi. Baribir ajratib biladigan odam ajratyapti. Masalan, ijodkorlar orasida qarayman, ya buni sun'iy intellekt qilgan degan bittada ajratishni bilyapti-da, sezyapti. Bittada ajratib oladi. Vaqt kelganda ham shunaqa bo'lsa kerak. Rahmat javob uchun. Men ham javob berib qo'yay o'sha savol bergan odamga. Bu nonini yarimta qilmaydi, chunki nonini unutib qo'ydingda. Nonini yarimta qilmaydi, chunki she'riyatda non yo'q-da. Hech kim non bermaydi. Shahboz Fayzullayevga savol. Iloji bo'lsa emotsiyalaringni ham bildirib ketinglar, jo'ralar, chunki qiziqda baribir. Masalan, kulganlaringda kulib, mikrofon yoniq holatda kuyinsanglar, yig'lab bersanglar ham farqi yo'q, oralada emotsiyalaringni sezsam bo'ldi. Shahboz Fayzullayevga savol. Ha. Juda uzun savol ekan, chidaysan endi. Shoirlarda, ayniqsa lirik shoirlarda ijtimoiy mavzuning ifoda etilish uslubi ruh tili orqali amalga oshiriladi. Masalan, sizda bir nigoh qolmadi quyosh yuziga, hayqirmay boqquvchi turkiygo'y nigoh, faqat mushlar qoldi turkiydan meros, yoki tug'ilgan on go'daklarni to'yintiraylik go'shtga, o't kemiruvchilardan emas yirtqichlardan barpo bo'lsin saltanat. Ba'zan fikrlar ruh tiliga tushmay qolsa, she'rga to'g'ridan to'g'ri singdirishni xohlamagan shoir o'sha fikrdan voz kechadimi? Masalan, voz kechish kerak deb o'ylayman. Mana hozir mani ikkita misram keltirgan ekan, o'sha she'rlarni o'zim zo'rg'a esladim.
hozir mana shular yozganlarim, bu savolda qo'yilgan misrani atayin tiqqanman. Birinchidan bu yozgan narsamga o'zim hozir hattoki javob izlayman. O'zim javob bera olmayman. Lekin o'sha vaqtda, masalan 5-6 yil oldin yozilgan bo'lsa bular, o'sha vaqtda majburlab tiqqanman. Ruhimni ham eshitmaganman yoki ko'nglimni ham eshitishga harakat qilmagan. Shunaqa fikr kelgan, shunaqa ijtimoiy fikr kelgan, tiqqanman bo'ldi. Lekin agar qachondir o'zim shu narsalarga javob bera olsam, o'zim ruhimni eshitib ko'radigan bo'lsam, ha, davay bos. Shu narsani qo'shsang bo'ladi. Qo'sha olasanda, buni qo'shgandan keyin shunga javob berasan. Javob bera olasan degan narsa bo'lsa, hozir qo'shishim mumkin. Shu. Rahmat javob uchun Shahboz. Hop, davom etamiz. Endi qachondir teatrdan ketasizmi? O'zing savolingmi? Sizlar savol bermayman, shunda bilib olsanglar bo'ladi. Yaxshi. Ketishim ham mumkin, ha? Ketishim hozir Yetadi. teatrda qolaman, yo mana shu teatrda abadiy ishlayman, abadiy shu sohada qolaman, jonimni berib yuboraman deb ayta olmayman. Bo'lishi mumkin. Kindiki qonim to'kilgan zamin deb, ha? Tuprog'ini yalaganman deb. Hop, Nurmuhammad Abduzoirovga savol. Oldinroq bir podkastda Abdulla Qahhor yosh yozuvchilarni quvvatlab, ularga alohida e'tibor bergani haqida aytishganini eshitgandim. Hozirgi kunda Xurshid Davronni hisobga olmagan holatda aytsak, boshqa yana shunday yoshlarni o'qib, ularga alohida e'tibor beradigan ustoz shoirlar bormi? Ustoz shoirlar bor albatta. Masalan, Aziz Said ehtimol yoshlarga juda ham e'tibor bilan qaraydi va har bir oldiga borgan odamni qaytarmaydi-da. Va keyin bu yosh bilan ham bog'liq emas, xarakter va ijodiy bir ko'lam bilan olib qarasak, o'zimiz tengdosh bo'lsa ham Jon Temur o'sha ko'proq yoshlarni qo'llaydi va o'sha shuni ayta olaman, xolos. Rahmat javob uchun. Shahboz qo'shimcha qilsang, marhamat, mabodo Nurmuhammadga yordam qilmagan shoirlar senga yordam qilgan bo'lishi mumkin-da. Endi qo'llab-quvvatlagan. Qo'llab-quvvatlagan shoir, ha? Yordam qilgan. Shoir. Ustozimiz Odil Xotam. O'sha 10 yoshimda borgan bo'lsam, oldilariga shu 10 yoshimda kutubxona bo'lardi. Sen o'zing yaxshi bilasan o kutubxonani. Yo bo'lmasam sen borguningcha kutubxona yopilib yo'q bo'lib ketganmi, bilmayman, lekin bilsang kerak. O'sha kutubxonani maslahat berganlar shu ustozim Odil Xotamov. Faqat shu kishi. Rahmat javob uchun. Xo'p, savollar. Xo'p, shu yana bittadan savol beraman va sizlardan she'r eshitamiz. Shahboz Fayzullayevga, men Shahbozni yuqorida, ya'ni savolni birinchi o'qiyotganligim sababi Shahboz men va Muhammaddan 1 yoshga katta. Buni boshqa hech bir sababi yo'q. Qalam siz uchun najot yoki azob? Najot bo'lsa kerak. Xudoyim. Hali najot deylik. Kulib yordim nimagadir. Rahmat javob. Xo'p, Nurmuhammad Abduzoirga savol. Bu savol yo'llagan odam Abduzoirov demabsiz, Abduzoirga deb qoldiribdi. She'rlaringiz orasida o'zingizga o'ta ta'sir qilgan yoki ayta olmagan haqiqatingizni ifodalaydigan birgina misra bormi? Ayta olmaydigan haqiqatni ifodalaydigan menimcha hammasini ochiq gapiraman she'rlarda. Bir yashirib o'tirmayman. O'zimga ta'sir qilgan degan bo'lsak, u misralik holida emas,
avvalo kelish paytida ta'sir qiladi-da menga. Keyin uni ta'sir qilgandan keyin yozaman. O'zi menimcha, o'ylashimcha hech bir balki yozgandirman majburan bolalikdami qaysidir paytda. Endi hech qaysi she'rni majburan yozmayapman. Nimadir vaziyatdan ta'sirlansam, his-tuyg'udan o'shalarni chiqarib yorish uchun yozyapman shekilli. Rahmat javob uchun. Shu tartibni saqlagan holda endi she'r eshitamiz. Menga bugun taxminan 2 kishi yozdi. Hozir chatda 21 kishi bo'lib turibmiz. O'zimiz olib tashlash unchalik ko'pchilik emas. Lekin aslida menga sizlar haqlaringda fikr bildirgan profillar juda ko'p-da. Balki vaqti bo'lmagandir, ko'rolmagandir. Shahboz Fayzullayevni birinchi marta eshitib turibman degan, masalan, ismi sharifini birinchi marta o'qidim, kimligini ham bilmayman degan haligilar ko'p keldi. Xabarlarmi, xatlar deymizmi? Shahbozni shu hozir she'r o'qib tursak, o'sha tanimaganlar bahonada tanib olarmidi? Men shuni xohlardim. Birinchi Shahboz boshlasin. Yaxshi, xo'p. Qaytish. Shovullaydi teraklar uchida osilib qolgan bobomning arvohi. Yelkasiga na musicha qo'nar, na chumchuq. Teraklarning bari qizdir, oq badan, suluvlar qurshovida qolib ketganmikin yoki bobom na musicha, na chumchuq, na odamning isi kelar bu uydan. Balki Xizirning jimjilog'i ko'milib yotgandir, bir suqning jandasi yashirilganmikin yoki rintlarning may kosalari suzib yurar balkim ariq ostida. Bu uyda hozircha hech vaqo yo'q. Terak uchida osilib, shovullab turgan bobomning arvohidan boshqa. Poklandim rayhonlar hidiga to'yib, qulog'imga osdim qiz kulgusini. Shamol oyog'imga o'zini otdi, boshini silashim kutdi o'ksinib. Ha, dalli devonam, darbadar jo'ram. Mana keldim, na bir otakas meros va na ilinmadi tuzuk moyana, na bo'ldim chatnagan guldirak ovoz, na tutib keltirdim biror qoyani. Zardusht ham emasman, kaftida olov, buddadak toqat ham etmagan nasib, faqatki sochimda 4-5 ta qirov, yuzimda 1000 yillik yo'llarning aksi. Na Zardusht, na budda, na da firibgar. Hech narsa kelmaydi qo'limdan ortiq, faqat ta'zim qildim sollangan dorga. Axir qishloq meni bemavrid tug'ib shaharga, o'limga yuborgan. Bobo, bir kuni birga shovullaymiz terak uchida. Rahmat. Nurmuhammad. Men ham she'r o'qiyman unda. Xolos Imrod voqeani aytib ber. She'r o'qisang yaxshi lekin. She'rda voqea bor. Derding, marhamat. Derding, yig'laydimi o'g'il bola ham? Bu koyish edimi yo oddiy savol? Javobini bilsaydim, koshki o'shaldan aytardim, artmasdan yoshimni darhol. Momo, yig'lar ekan o'g'il bola ham. Voh, nega yupatgan eding o'shanda? Arazlab bor yoshim to'kib olsaydim, dilda qolmasmidi hasrat? Kushanda yig'lash shart ekan o'g'il bola ham. To'yib, ho'ngrab, ustma ust. Ayniqsa bir shirin so'z bo'lsa qahat, bo'lsa yo bo'lmasa yupatguvchi do'st. Ayniqsa momosini yo'qotganida, boshini urarga tosh qolmasa, ayniqsa yuragi sovqotganida o't tushsa, yig'lashga yosh qolmasa, ayniqsa oshiga qotilsa zahar, esidan og'dirsa qaysidir tosh qalb. Momo, yig'lar ekan o'g'il bola ham, chora topolmasa yig'lashdan boshqa. Momo, ko'ylagingga artib burnimni to'yib yig'lar edim, koshki boshida bilsaydim sen bilan kechgan umrimni yig'lab o'tkazardim qoshingda. Ilhon bo'lmagin endi so'zimdan, yig'lamam endi bu qalbim sovuq tosh, faqat mo'ltillaydi ikki ko'zimda. Ko'ylaging o'ngriga to'kilmagan yosh, tizzangga bosh qo'yib to'kilmagan yosh. Rahmat. Rahmat, zo'r tugagan ekan. Muham, sen geniydan tarjimalar qilding. Qanchadir she'rlar. Anchagina tarjima qilding nazarimda. Biror bir nashrlarda e'lon qilinganini ko'rmadik yoki men ko'rmadim. Buni sababi nima va nimaga tarjima to'xtadi? Bularning hammasi mashq edi. Men
nemis tilini qanday o'rganaman deb o'zimcha o'yladim va lug'atlarda titklardim. Hamma tarjimam men toki universitetga kirguncha qilingan. Undan keyin biror marta o'sha tarjimaga qo'l urmadim. Chunki vaqtdan bo'lmadi, vaqt masalasi ham. Baribir men o'ylardim o'sha do'stlarim, sen tarjima qilasan, Rahmat buvajin tarjima qiladi. Bular baribir qaysi biringdir rus tilini yaxshi bilarsan, qaysi biringdir bilmassan. Shunga qarab ehtimol men ham hozir nemis tilini mukammal bilishim shart emasdir. Yo'l-yo'lakay o'rganib ketaverarman deb o'ylab tarjimaga tushganman va ko'p emas, bir 30 tacha tarjima she'rlarim bor, rilkedan bor. Keyin o'zim bir yoqtirib qolgan she'rlarimni tarjima qilganman, mualliflari esimga kelmaydi. Lekin baribir o'sha o'rganish jarayoni edi. Keyin men o'rganishni qachon to'xtatgan paytim tarjima ham to'xtab qoldi. Va bu kelajakda davom etadi deb ishonaman, xudo xolasa. Xo'p, rahmat. Kutib qolamiz. Odil ikromni adashmasam shunaqa gapi bor edi, menga aytgan edi bir paytlar. Hali she'rimdan qusur topib, tarjimamdan qusur topib, duel bo'ldi 21-yilmida shu yillar aytgan shekilli. Rus tilini zo'r bilasiz, gap yo'q. O'zbek tilini uncha bilmas ekansiz degan edi. Menimcha sani fikringga endi bir shaxsiy fikr emas-ku, Odil akani fikri. Yo'l-yo'lakay o'rganib ketaversa ham bo'lsa kerak, o'zbek tilini zo'r bilasan-ku baribir. Xo'p. Savollarda davom etamiz bo'lmasa. Umumiy savol umumiy ekan. Adabiyot ichida yosh yozuvchi, adabiyot ichida savol dahshatligini qara. Xo'p, adabiyot ichida yosh yozuvchi yoki shoir degan atama yuradi. Lekin hozirgi kunda misol uchun sizlarni ham yosh shoir deyishlari mumkin. Qaysidir adabiy davrada, lekin yosh tomonlama olib qarasak, menimcha unday hisoblanmasa kerak. Xullas, shu atama qaysi mezonga qarab belgilangan? Marhamat, kim birinchi mikrofonni yoqsa? Bunaqa mezon rostdan bor. O'zi birinchi to'g'ri avlodlarga bo'lib chiqiladi. 60, 70, 80, 90. Keyin masalan hozir bular yosh shoirlar deydi, qaysidir davrlarni ko'rsatib, lekin masalan men shu mezonni ham, shu chegarani kim qo'ygan bo'lsa ham bilmayman. U narsani rostdan his qilmaganman, chunki teatrda ishlayman, milliy teatrda. O'shanda Usmon Azim ham ishlaydi. Usmon aka bilan ham bemalol guruh qilib ketamizki, o'sha yerda u 75 yoshdan oshgan bo'lsa, men 25 yoshdan oshgan bo'lsam, hech qanaqa bir yosh shoir deb qaramaydi. Shu suhbatni qilaveradi. Yoki Aziz akani oldiga borganimizda ham bemalol yosh shoir sifat, yosh shoir yo bir narsa deb qaramaydi, suhbatni qilaveradilar. Ya'ni hech his qilmaganman-da. Men bu katta shoir bilan gaplashyapman deb o'ylamaganman. U yoki mana shunaqa o'ylayman, hozir yosh shoir bilan gaplashyapman-da, unga hozir she'r mamnaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb aytishim kerak degan narsani ham ularda his qilmaganman. Shu. Bu ham qo'shimcha qilasanmi? To'g'ri gapirdi. Menda ham o'sha shoir o'zi abadiy yosh bola degan ularga qo'shilaman. Chunki bola qalb saqlab qolgan odamlar o'sha shoir bo'ladi deb o'ylayman baribir. Kim nima tarafdan qarasak, shoir ham bola, ham katta shaxsda. Shoirda o'zi bir mamlakat, bitta shaxs. Unda tuyg'ular yashaydi. Har xil, balki ba'zilarida boshqacha tuyg'ular, boshqa intellekt yashashi mumkin. Bir mamlakatda gapda shoir ham. Rahmat. Yosh ijodkorlar kengashi bor bizda. Balki ehtimol o'sha nechidir yoshgacha deb yosh ijodkorlar deb belgilab bergandir ehtimol. Lekin bu baribir nisbiy. Kimdir kim uchundir yosh, kim uchundir katta shoir. Men kim uchun yosh sanalsam va bolalar hali endi adabiyotga qiziqayotgan kishilar uchun kattaroq shoir hisoblanishi mumkin.
Rahmat javob uchun. Savollar meniki emas. Xo'p, davom etamiz. Shahboz Fayzullayevning arvohini qachon tomosha qilamiz va bu arvohning ismi qanday bo'ladi? Arvoh. Yo, bu savolga lekin rostdan tushunmadim. Qaysi arvoh? Bilmadim lekin. Menimcha bu filming haqida so'rayapti shekilli. Arvoh degan bir anons qo'yganmisan? Yo'q, hech qanaqa anons qo'ymaganman. Shekspir anaqa Gamletda arvoh rolini o'ynagan shekilli. Shekspir bunaqa ma'lum. Gamletda arvoh bor, o'zi shu Gamletning otasi. Uni hamma biladi. Otasi arvoh bo'lib keladi. Shekspir o'ynagan bo'lishi ham mumkin, masalan, Gamletning otasini o'zi yozib, lekin meni arvohim to'g'risi baribir hozir tushuna olmayapman, balki biror bir yozgan narsamdan kelib chiqib berilgan savoldir, lekin tushuna olmadim to'g'risi. Qaysi arvoh ekanligini. Shu zo'r savol ekan, lekin tushunolmagan bo'lsang. Xo'p. Da. Chunki Shahboz Fayzullayevning arvohini qachon tomosha qilamiz debdilar. Bu o'lim intilyaptimi yoki bilmadim endi. Rahmat. Hatto prezidentimga. Rahmat bobojonga ham. Rahmat hatto savol berganlarga ham. Xo'p, Nur Muhammad Abduzoir qahvani yaxshi ko'radimi? 2026-yil so'ngiga qadar Qahva va sen nomli she'r yozishi mumkinmi? Qahvani yomon ko'radi, aytib qo'yay. Yomon ko'radi deya olmayman. Yaxshi ham ko'rmaydi. To'g'risi qahva menga shu paytgacha faqat tezroq uxlab qolish uchun foyda bergan. Men ham o'sha qahvalarda delik bir mayli shu savolga kengroq javob bersam. Bemalol juda. Masalan, somsaxonada ishlagan paytlarim kechqurun qahva ichib uxlardim. Uxlash oldi. Qanaqadir tinchroq uxlardim-da, bilmayman nimagadir. U qahva ham unaqa qimmat qahva emas, oddiy kofe, trivatni deydi-ku. Uchtasi bittada. Keyin bitta joyda biz Oybek aka Rizvonov bilan suhbat qilganmiz. Ya'ni ko'chada ketayotganimda bir velik haydab yuradigan odam, ya'ni kuryerni ko'rganman. U qo'lida kitob bor edi. O'sha kishi bilan oldidan o'tib ketdim-da, ko'nglim bo'lmay qaytib keldim. Shu suhbat qurdik. Keyin bu Instagramga qo'yilib, men duelda ishlardim 2024-yil. Buni olib borsam, o'zi bir unchalik professional ham qaralmagan bir samimiy suhbat bo'lgan edi. Kesib Instagramga joyladik. Bir kunda 500 mingta prosmotr bo'lib ketib, o'sha ishxonamga bir o'zimni ko'rsatib qo'ygan joy bo'ldi-da. Keyin u kishi bilan yarim soatlik bir suhbatcha uyushtirdik ko'chada. O'sha kishi aytgandi, qahva va musiqa aka-ukaday gap. Ham musiqa tinglab, ham qahvani 3 ta 4 ta nusxaga yetkazib ichsang mazza qilasan deganda, o'sha bir orzu deymizmi, bir ta'm deymizmi, menda bir orzu uyg'otgan rostdan ham qachondir o'shanaqa qilib icha olish. Ya'ni bu qaysidir darajada odamni xotirjamligini talab qiladi-da, o'sha bitta qahvani 3-4 ta nusxaga yetkazib ichish. Menda hozir doimiy shoshilinch, tig'iz vaziyatlar bo'lyapti. Ko'p kunlardan beri doim shoshib yuraman, tez ichib qo'yaman his qilmasdan. O'sha qahvani baribir hozirgi kunda masalan biz chekishga o'rganib qolganmiz yozayotganda. Ehtimol o'shani men sekin kamaytiryapman. Balki kelajakda mana shu qahva egallar, o'sha yomon zararli odatlar o'rnini o'sha qahva egallar deb o'ylayman. Keyin o'sha kuryerlik qilgan paytlarimda ham odamlar shuncha narsa bo'lib turib, bir qopqoq bilan yopiladigan salqin ichimliklar turib qahva zakaz buyurtma qilardi.
borguncha ko'p holatlarda to'kib qo'yardimda. Keyin kimga o'zimizdan tashqari millatlarga agar men yetkazib bergan bo'lsam, ular hech qanaqa xayrixohlik bilan qarardi menga. Ya'ni bu bo'lib turadigan holat, hech qanaqa bir xijolat bo'lishga o'rni yo'q. Men kissamdan chiqarib pulni to'lashga harakat qilsam ham yo'q deb qaytarib, hatto ba'zi paytlarda menga chivi ham berganda, shuncha uzoq joydan keldingiz deb. Men velosipedda yurardim chunki. Keyin masalan o'zimizda odamlarga borsam, ba'zi paytlarda o'sha qahvani qayta olib kelib berasan degan paytlar ham bo'lganda. Shunaqa bir yomon va yaxshi xotiralar bor qahva bilan. Keyin she'r masalasiga kelsak, agar mendan o'sha qahva va 2026 mi? Qahva va sen degan she'r kutilayotgan bo'lsa, men albatta yozaman, xudo xolasa. Rahmat Jo'ra. Kuryer bo'lganman deding. Narka kuryer emasmi u? Yo'q. Ovqat yetkazib berish. Rahmat. Xo'p, o'lgandan keyin ham eslashlarini xohlashadimi? Ya'ni yo'q, xato o'qibman. O'lganlaridan keyin nima deb eslashlarini xohlashadi? Kim emas, nima deb endi. Savol shunaqa. Men javob beraymi bunga birinchi? Yo'q, Shahboz javob beradimi? Bemalol javob beraver, bemalol. Farqi yo'q menga. Men hozir ko'p narsalarni aralashtirib yuborishadi-da odamlar. O'shani istamayman-da. Masalan, bir yaxshi odamdirman yoki yomon odamdirman? Yo'q, shoshma. Odam dema. Nima deb eslashlarini xohlashadi deyapti. Nimaga javob berdi? Sen eshitdingmi? Yoyib javob beryapman-da. O'lgandan keyin o'sha fikrlarim chalg'ib ketdi. Xullas, bir yaxshi odamdirman yoki yomon odamdirman, meni o'sha shoirlik yoki she'r yozish, umuman bir hayotda qilgan ishlarimni bunisiga aralashtirmasdan, o'lganimdan keyin, nafaqat o'lganimdan keyin, balki tirikligimda hamda men qaysidir bir joydaligimga qarab yoki kiygan kiyimimga qarab eslashlarini yoki kimgadir bitta yaxshilik qilib qo'ygan bo'lsam, o'sha yaxshilik uchun meni yaxshi inson deb atash. Ba'zida mana shu ham bir haqoratday tuyuladi-da. Bo'lmasa yaxshi sifati yo'q. Masalan, bitta shu yaxshilik qilgan, o'sha uchun bu yaxshi odam. Bo'lmasa g'irt bir she'rlari ham yaxshi emas, o'shaning uchun menga she'rlar yoqadi, bir narsa deb maqtashim mumkin-da. Mana shunaqa qilib aralashtirmasdan alohida eslashini istayman, nimamda eslasa ham. Rahmat. Shahboz, endi sen javob ber faqat. O'lganingdan keyin sen nima deb eslashlarini xohlaysan? Kim emas, nima? Agar qisqa javob desang, mayli. Qisqa javob. Istaganlaridek, ya'ni masalan hozir Nurmuhammadni gapidan ham shu narsa chiqyapti. Har xil o'zlari xohlaganday eslashsin. Kimdir yomon, kimdir yaxshi, kimdir mana bunaqa, kimdir bu ya'ni nima deyapsan-ku, kim emas. Istaganlaridek eslashlari mumkin, bunga ruxsat beraman, tamom. Bir qop kartoshka misol uchun. To'g'rimi? Masalan, nima degan javobingga bir qop kartoshka, yo bo'lmasa choynakmi, qandmi, bakalashkami, nima deb istashsa. Xohlaganlaridek. Nurmuhammadning Instagramda muxlisi ko'p, nima ko'p sotib olinadi misol uchun. Muzqaymoq misol uchun. Ommabop. Xo'p, men savolimni yo'qotib qo'ydim, hozir topib olay. Shahboz Fayzullayevga sevimli ammo hech qachon bajarmagan mashg'ulotingiz qaysi? Alpinistlik. Uni masalan kuzatib boraman. Bitta yaxshi bir tanishimiz bor, Jaloliddin aka degan teatrimizni muxlisi. Facebookdan kuzatib boraman. Mana shu aka o'zini oshib toshib yotgan ishlariga qaramasdan ko'p vaqtini baribir sarflaydi shu alpinistlikka. Iloji bo'lsa shu qaysidir cho'qqini
borib zabt qilib kezadi, egallab kezadi. Chiqadi, nima bo'lsa ham chiqadi. O'sha ishidan ortib shurishni qiladi. Havas bilan qarayman, shu bo'lishi mumkin masalan. O'zimga qiziq tuyuladi. O'zim kuzatib boraman shu. Qilib ko'rmaganman hali biror marta, lekin xohlayman. Rahmat. Nurmuhammad Abduzoirga sizningcha eng yaxshi xotiralar kun kelib eng og'riqli xotiralar bo'lishi mumkinmi? Eng yaxshi xotiralar baribir o'sha eng yaxshi xotiraligicha qoladi. Og'riqli masalan, og'riqli xotiralar ham kun kelib eng yaxshi xotiralar sifatida esda qolishi mumkin. Lekin men ishonmayman, bir kuni mana hozir yaxshi hayot kechirayotgan bo'lsam, kun kelib mana shu hayotimdan bir qanaqadir yomon ko'rishimda yoki bundan og'riq berishini menimcha hozir bir tasavvurimga sig'maydi. Ehtimol yashab ko'rsam, asta-sekin oydinlashib borar. Rahmat javob uchun. Xo'p. Guruch qilmasanglar savol bergandan keyin men yo'qotib qo'yaman. Birinchi kitobining nomi nega aynan Dilsirot? Dilsirot. Men endi bu shu nomli she'rim bor va o'sha she'rda qandaydir bir o'tirishda yozganman. O'sha oshxonani bir chekkasidagi xonaga berkinib olib, ustidan uxlab olib yozganman. Lekin juda yozgandan keyin menda unaqa vaziyat bo'lmagan. Eng boshqacha, hali undan keyin ham takrorlanmadi. Juda boshqacha holatga tushganman. Bu yozganlarim ichida o'sha o'zimga bir yoqaydigan she'r edi o'shanda. O'shaning uchun ham Dilsirot degan so'zni bog'ladimda, Pulisirot degan so'zga bog'ladimda, keyin Dilsirot deb nom qo'ydim. Shunga yangi so'z o'ylab topdim deb o'yladim o'shanda. Keyin dil yo'li qanaqadir bir buni keyin u dunyo bilan bog'lash va bir o'zimda ham hayotimda o'sha chorrahalikni, ko'priklikni sezamanda ko'p hollarda. O'shaning uchun Dilsirot deb nomlab qo'ya qolganman. Ham bu noodatiy edi. Ham bitta so'z bilan nomlashni istardim. O'shaning uchun shunaqa nomlaganman. Xo'p, rahmat javob uchun. Davom etamiz. Umumiy savol ekan. Sizningcha yaxshi she'rning abadiylik mezoni nima? Qanday? Nima yoki qanday? Shahboz javob bera qolsin, o'zim aytmasam ikkalaring bir-biringni hurmat qilgan, juda hurmat qilasizlar. Mikrofonni ochib gapirish qiyin bo'lib qolyapti. Masalan, qaysi davrda yozilgan bo'lsa ham, qanaqa yaxshi she'r bo'lsa ham abadiy qolmasligi mumkin. Men o'ylayman, uni masalan yozdi 16-asrda 1500 yillarda bitta g'azal yozdi. Shu g'azal masalan 600 yil o'tib, 700 yil o'tib 600-700 yil davomida hatto u she'r abadiy yoki yaxshi she'r ekanligini hech kim bilmasligi mumkin. Masalan, men bir kuni o'sha she'r menga duch kelib qoldi. Men o'sha she'rdan kayf oldim. O'sha she'rni kun bo'yi o'qib yurdim, yo hafta davomida mazza qilib o'qib yurdim. Mengacha hali o'sha she'rni hech kim kashf qilmagan, hech kim topmagan. Bo'ldi, bitta odam men uni topdim, mazza qilib o'qidim. O'sha 600 yil, 700 yil hech kim o'qimagan bo'lsa ham, men o'qishim bilan u yaxshi she'r men uchun-da, masalan, yaxshi she'r degan maqomini oldi deymizmi shunaqa. Bu yaxshi she'r shuncha davrdan o'tib keldi. Yo'q, men masalan misol qilib aytyapman. Misol qilib aytyapman. Men o'yladim, birorta bir 600 yillik she'rni yaxshi ko'rib qolsam deb o'yladim. Shunaqa. Endi savol shu-ku, abadiylik mezoni qanaqa? Masalan, shuncha asrdan keyin u she'rni men oldim, o'qidim, men yaxshi ko'rdim, bo'ldi.
shuncha davr o'tib, u men uchun endi bitta odam uchun, shaxs uchun yaxshi she'r. Mezon shu. O'zini vazifasini qildi. Hop, rahmat. Muham qo'shasanmi javobga javob? Ha, qo'shsam bo'ladi. Chunki yaxshi she'r o'zi qandaydir bir mezoni yo'q deb o'ylayman odamni. Men o'zim uchun belgilay olaman, qolgan Shahboz o'zi uchun belgilay oladi va savol bergan kishi ham o'zi uchun belgilab olaveradi. Kelajakda ham odamlarga qarab, kelajakda biz qanaqa odamlar kelishini bilmaymiz. Balki umuman men masalan ko'ngil she'riyati deyishim mumkin hozir. Lekin kelajak bilmayman kelajakda. Balki ertaga umuman robotlashgan odamlar paydo bo'lar. Ko'ngil bilan ishi yo'q odamlar paydo bo'lar. Ular uchun o'sha texnik she'rlar qulayroq bo'lishi mumkin. Agar ilm faqat bilim, ko'ngil bilan ishim yo'q degan odamlar keladigan bo'lsa, ilm she'rlari, ilmiy she'rlar yoqishi mumkin. Masalan, menga hozir umuman birorta o'sha Shahboz bilan qo'shimcha qiladigan bo'lsam, Navoiyda bir to'liq she'rlarni ayta olmaslik mumkin, lekin Alloh Alloh ishq aro mundoq balolar bor emish degan bir kinoyaviy ohangi yoqadi deylik. Men o'sha ko'ngil va ozgina kinoya qanaqadir o'zimga mezon qo'yganman-da. Shuni aytmoqchi edim. Rahmat javob uchun. O'sha menimcha texnik she'rlar davri kelsa, men ko'ksimdancha yorishsa kerak. Yangi shamollar urilsa kerak. Kelajaging oldinda sen kelajak shoirisan. Rahmat javob. Qo'limni ko'tardim musht qilib. Sizga ko'rinmaydi. Xo'p, Nurmuhammad Abduzoirovga savol. She'r norozilikning eng nafis shaklimi? Xususan o'z she'rlaringiz. Shoir davr og'irlig'ini aytishi shartmi? Uzr, eshitmay qoldim. Boshdan takrorlarsam. Xo'p, she'r norozilikning eng nafis shaklimi? Xususan o'z she'rlaringiz qavsida shoir davr og'irlig'ini aytishi shartmi? Ha, men yaqinda bir qo'shiq eshitdim-da. O'z dardingni ayt, bu jamiyatning dardi. Ya'ni bizga o'xshash odamlar ko'p hayotimizda. Men bitta darddan qiynalayotgan bo'lsam va bu dard bilan yonayotganlar juda ham ko'p va men o'zimni dardimni aytyapman hozirgi kunda. Bir rostini aytsam, bugun ham bir Instagramga video chiqardim. Dunyoda urush bo'layapti, kimdir otgan, kimdir so'ygan, lekin o'ldirsa ishq o'ldirsin degan ma'nodagi she'r o'qidim-da. O'sha o'zimni dardimni aytaman doim. Va men nimadir yasashim o'zimdan shart emas deb o'ylab qoldim shu kunlarda. Birinchi planga avvalo o'zimni qo'yibman. Bir qachondir ehtimol o'sha jamiyatni dardi bilan kuyish, o'zimni bir jamiyatda bir bo'lagi hisoblab boshlasam, keyin unaqa she'rlar yozishga o'zimga majburiyat his qilarman va nafis shakli, she'r norozilikning nafis shaklimi. Men uchun balki nafis ham qo'polroq shakli ham bo'lishi mumkin she'r. Har qanday shaklda yozilishi mumkin. Norozilikda ham, isyonda ham yoki umuman bir his-tuyg'ularda ham bir oddiy ko'rinishi deb qarayman she'rga. Rahmat javob uchun. O'zing baxtli bo'lsang bo'ldi-da, to'g'ri-da. O'zing uchun keraksan-ku. Hamma uchun ham shunaqa, birinchi o'zi zo'r bo'lsa, qolganlarga o'shanda yordam bera olishi mumkin. Qolganlar haqida keyin o'ylashi mumkin. Endi bunday qilamiz. Takliflarni ham o'qib ketaveraman va bunda menga kamroq e'tibor bo'ldi yoki men kamroq gapirdim degan narsa bo'lmaydi. Endi o'zimiz-ku. Shahboz Fayzullayev Farangizni o'qib bersinlar, mumkin bo'lsa. Hozir agar topsam o'qib beraman, to'g'risi yodlagandim, lekin hozir yodimda yo'q. Telegramda bormi? Telegramda bo'lishi mumkin, qarab ko'raman, agar bo'lsa o'qiyman. Xo'p, men davom ettiraman, topdim deysan-da, ya'ni topib turib aytmasdan hali qilmayman. Xo'p, hayotingizda birinchi marotaba uchrashib turgan odam bilan muloqot qilar ekansiz. Xayolingizga kelmagan bir paytda qaysidir muhim savolning javobini favqulodda topib olasiz. Shunday insoningiz bormi? Bu umumiy savol.
Mayli, agar javob berish kerak bo'lsa javob beraman. Marhamat. She'rni Savol. she'rni izlab turayman. Eplab bilsa ikkalasini bir vaqtda qilmay ketsa. Ya Nurmuhammad javob bersa she'rni izlab ko'raman, agar she'r chiqmasa shu savolga javob Xo'p. beraman. Xo'p, Muhammad marhamat. Yo, men savolga yaxshi tushunmadim. Hayotimda qanaqadir savolimga javob topib olgan odamimmi? Qaytadan o'qib beraman, juda uzun, mana eslab qololmadim. Hayotingizda birinchi marotaba uchrashib turgan odam bilan muloqot qilar ekansiz. Xayolingizga kelmagan bir paytda qaysidir muhim savolning javobini favqulodda topib olasiz. Shunday insoningiz bormi? Menimcha hali menda unaqa vaziyat bo'lmagan deb o'ylayman. Umuman uchrashib turib qanaqadir bir savolimga javob topganday bilmadim. Qiyin men bu savolga javob berishim. Balki o'zida shunaqa bo'lgandir savol bergan kishini. Shunga qarab savol tayyorlagan bo'lishi mumkin, lekin men bu his-tuyg'uni hali yashab ko'rmadim shekilli deb o'ylayman. Rahmat javob uchun. Shahboz menimcha hali amaligini izlayapti. Xo'p. Nurmuhammadga savol berishda davom etamiz bo'lmasa. Butun ijodingizdan va dunyodagi bitta she'rni saqlab qolish imkoniyati bo'lganida qaysi she'rni olib qolardingiz va nima uchun? O'qib bersangiz nur ustiga a'lo nur. Ehtimol o'sha qahva va sen degan she'rni saqlab qolardim. Xo'p. Chunki hali yozilmaganda aytmoqchimanki, men o'sha yozmoqchi hali yozganlarimdan qachondir ko'nglim to'ladi, qachondir ko'nglim to'lmaydi. Ya'ni nima demoqchiman? O'sha she'rni shunaqa yozishga harakat qilardim, bitta she'rni. Bu butun umrimga tatigulik qilib, undan keyin mayli umuman she'r yozmasam ham deb o'ylardim-da. Ya'ni unaqa she'rim hali yozilmagan. Kelajakda yozilsa kerak deb o'ylayman. Xudo xolasa. Rahmat javob uchun. Shahboz, yangilik bormi? G'alati eshitilar ekan. Natija bormi deylik? Shahboz, natija bormi? Izlab ko'rdim, topolmadim. Hozir Google'dan Hali ham izlanishdami? Xo'p, men lekin davom etishim kerak. Shahbozga savol. Agar imkoni bo'lganida faoliyatingizni dunyoning qaysi teatrida davom ettirishni, tez o'qimayapmanmi? Agar imkoningiz bo'lganida faoliyatingizni dunyoning qaysi teatrida davom ettirishni va uni boshqashish deb yozdi, noto'g'ri yozganmi? Xo'p, boshqashish va boshqarish rol ijro etmoqchi istaysiz va nima sababdan? Yaqinda teatr Gruziyada safarda bo'lib keldi. Shams Qamardagilar, Jon Temur aka boshqalar borib keldi. O'sha keyin borishganda Gruziya teatrlariga ham tushishdi. U yoqda spektakllarni ko'rishdi, boshqa qilishdi. Keyin o'zim ham Instagramdan shunaqa reelslar chiqib keldiki, o'sha Gruziya teatrlari. O'shanda qiziqish ortdi, shu Gruziyani o'zini teatri, o'zini spektakllari. Balki qachondir Shams Qamar bilan butunlay ko'chib, shunaqa rejamiz to'g'risi bor. Ko'chib ketib, o'sha yerda o'zimiz teatr tashkil qilib, o'sha yerda spektakl qo'yarmiz. O'sha teatrda ishlagan bo'lardim. Rahmat. Mani savol yo'llaganlar urushdi. Hozirgina Nurmuhammad javob bergan savolga Shahboz ham javob berish kerak ekan. Qaytadan o'qib eshitiraman. Hayotingizda esingda bormi yo'q? Yo'q, mayli, qaytar. Hayotingizda birinchi marotaba uchrashib turgan odam bilan muloqot qilar ekansiz. Xayolingizga kelmagan bir paytda qaysidir muhim savolning javobini favqulodda topib olasiz. Shunday insoningiz bormi? Bor. Bu faqat Nurmuhammad javob. Qiz bolam.
Shunaqa odamim bor kim bo'lsa ham. Lekin rostdan o'zim juda ko'p savollarim bor edi o'zimga o'zim, lekin birortasiga rostdan shu vaqtgacha hech qanaqa bir yechim ham, hech qanaqa bir javobni ham o'ylab ko'rmagan ekanman. Javobni undan oldim. Balki shu darajada hali hatto o'zim bilan gaplasha olmaydigan holda bo'lsam kerak deb o'yladim, lekin undan yetarlicha javob oldim va hamma javobi to'g'ri va hammasini qabul qildim. Bor shunaqa insonim bor. Rahmat Jo'ra javob uchun. Xo'p, o'zimda ham savol tug'ildi. Masalan, Nurmuhammadning o'zini tutishi bu mani fikrim emas. Mana bir o'rtog'imning fikri, kimligini aytishim shart emas. O'zini tutishi noodatiy. Ya'ni u Nurmuhammad tabiiy shundayligini biz va uning yaqinlari bilamiz, qolganlar bilmaydi. Shaxsiyatidagi o'zgarishlar, ochiq gapirish masalasi bor umuman. Va buning sababi nimada? Aynan Nurmuhammadning shaxsiyati shunday shakllanishining. Bu savol kimga, mengami? Nurmuhammadga? Men o'zim qanaqa Muham deb yozilgan ekan menda faqat. uning uchun men tashqaridan qarashim kerak-da o'zimga. Unaqa qara olmayman, afsuski. Yana bitta savol tug'ildi Nurmuhammad. Tashqaridan qaray bilasanmi o'zingga? Imkoniyating bormi shunaqa? Hozir qara olmayman, lekin kelajakda qarashim mumkin. Yo'q, men majoziy savol berdim, meniki falsafiy. Ya o'zi nimada masalan sani fishkang biz bilamiz sani fishkangni masalan shu shaxsiyatingdagi qolganlarga ko'riladi qandaydir nojoiz yoki ba'zida kulgili, ba'zida boshqacha o'zing xohlab shunday bo'lasan yo qaysidir tabiatingga ta'sir qilgan voqeliklar bormi? Yo'q, men buni tahlil qilib ko'rmaganman. Umuman o'zi kim bo'lsam shunaqa ko'rinishga harakat qilaman va ba'zida sir tutishim mumkin o'zimda. Hali ham sen ko'rgan Nurmuhammad to'la to'kisligicha ochilmagandir senga. Balki seni sal yaqinroq olib, yana ham ochilgan bo'lishi mumkin. Undan tashqari men qancha ko'p yaqin bo'lsam, odamlar o'sha asl basharamni ko'proq ko'radi-da. Ya'ni butun hammamiz shundaymiz. Masalan, men hozir yaqinda uy qurdim. O'zim boshimdan o'tgan narsalar, bobom bilan ishlayapmiz. Shunchaki men nevarasiman, yaqin odamman-da. Menga xohlaganicha munosabatda bo'ladi u yerda. Va lekin qolganlar, begonalarga hurmat bilan yondashadi. O'sha o'zimiz xarakterimizni yaqinlarimizga ko'rsatamiz-da. Sen tasavvuringdagi Nurmuhammad agar sal kulguliroq yoki sen aytayotgandek boshqacharoq bo'lsa, demak seni o'ziga yaqin olgan. Bu yerdagi juda ko'pchilik odam meni bir senchalik tasavvur qila olmasligi mumkin. Rahmat javob uchun. Ayniqsa haligi javob zo'r bo'ldi. Men kelajakda o'zimga tashqaridan qaray bilaman deganing maza qildim. Ikkala shoirga ham bitta savol, lekin o'sha savol egasi ikkita savol beribdi. Men savolni tanlagan holda avval Shahbozga, keyin Nurmuhammaddan javobni olaman. Demak, Shahbozga savol shunda. Quvonganingizdan she'r yozasizmi yoki ezilganingizdan? Va qo'shimcha qilgan bo'lardim. Ezilgan holatingiz qanaqa bo'ladi sizda? Misol uchun. Tasavvur ikkalasi ham ezilgan holatingiz. Ezilgan holatimni-ku bilmayman. Uni sen ko'rasan faqat. Boya aytgandek, men tashqaridan qarab o'tira olmayman o'zimga, ezilganmanmi, boshqami deb. Lekin aniq eslab bilaman, ko'proq shunaqa o'tgan quvonganimdan yozganman. Quvonish endi bu qanaqa? Aniq shunaqa bo'lgan, kayfiyatim yaxshiligida yozganman ko'proq, bilmayman nimaga.
Masalan, bir yaxshi xotirani eslasam, o'zi ko'proq shu xotiraga tayanib yozibman. O'zim qarayman, ba'zan hozir o'zim yashayotgan his-tuyg'ularni birortasini ko'chira olmaganman deb o'ylayman. Birortasini hali o'zimdagi hozir boshimdan o'tayotgan yo bo'lmasam oldin o'tgan birorta his-tuyg'uni ochiqchasiga yozolmaganman hali. Faqat shu xotiraga tayanib. Xotira nima beradi? Shirin narsa beradi shu. Rahmat jo'ra. Ezilish haqidagi gaping cho'ziladi deb o'ylagandim. Xo'p, Nurmuhammadga javob javob. Savol. Bugun charchadim-da. Oila Ketaveray. a'zolaringiz ketma. Kitobni topib ketishing kerak ketish oldin. Esdan chiqmasin. Xo'p, oila a'zolaringiz ijod qilishingizga qanday qarashadi? Bu Nurmuhammadga berilgan savol. Bu endi har xil davrda har xil qarashgan. Masalan, boshida men juda kichkinaligimda, bolaligimda "o" deyishgan. Masalan, keyin o'sha "o" dedirishni yana yozganman. Keyin bir kollejga o'qishga kirganimdan keyin endi bu katta odam bo'lib qolding, ertaga bu she'rlar senga 3-4 so'm pul topib bermaydi degan vaqtlar bo'lgan. Men gapiga kirmaganman va o'sha paytda qarshiliklar bo'lgan, to'g'ri. Va hozirgi kunga kelib men o'sha shoirligimni qaysidir darajada balki isbotlagandirman, bilmayman. Balki odamlarni qanaqadir bir shu yo'ldan ketishimni baribir tushuntirganim, aytmasdan turib tushuntirgandirman. Keyin baribir o'sha shoirligimni hozir yaxshi qabul qilishgan. Rahmat javob uchun. Xo'p, savol ham qolib ketyapti. Kechirasizlar, men savolga hali yetib bormadim. Savoling orasida o'qib olsammikin topdim va nihoyat. Zo'r, marhamat. Hop, Zarif akani she'ri Bir kecha. Ko'zlaring ustuna inar moh, yulduzlar boshingga qo'nadir, falak xayolingga cho'madir, Farangiz bilmassan dunyoni hayratlar ko'madir. Ul kecha sen uchun to saboh, ishqdan bir anjuman tuzalar, saburlar yo'lingga uzalar, Farangiz kelmassan faryodlar dunyoni buzalar. Bir g'arib tong otar ul kecha, yo yetam, yo yetmam tonggacha. Rahmat Zarif akani, Alloh jannatiy qilgan bo'lsin. Sevimli shoirimiz. Shahboz Fayzullayevga savol. Kashf qilib borayotgan hayotingiz sizga qafas qurib bermaydimi? O'zim qafas qurib beryapti. Masalan, bu so'z baribir agar endi masalan majoziy aytsa qafas, mayli, baribir hamma odamda ham shu qanaqadir faoliyati yo masalan qilayotgan ishlari o'zini atrofida to'planib boraveradi. Hammasiga o'zi sababchi. Shu qafas, lekin bu qafas bo'lganda ham hozir atrofimdagi qafas bu o'zim xohlagan qafasda, o'zim xuddi bir o'zim qo'lim bilan qurayotgan qafasga o'xshaydi. O'zim atayin o'zim xohlab qilayotgan qafasga o'xshaydi. Shu qafas qurib beryapti, lekin u qafasni yaxshi ko'raman. Tamom. Rahmat. Qamalib yashayver bo'lmasa. Nurmuhammad Abduzoirovga savol. She'rning ortida doim ham she'r turadimi? Albatta yo'q. Ya'ni bu she'rdan ta'sirlanib yoziladi demoqchi shekilli. Menda masalan she'rni so'ragan qo'sh tirnoq bilan hayvon emas. She'rning ortida doim ham she'r turadi. Men o'zim tushunmadim. Aytmoqchi, menimcha savolni shunaqa tushundim. Qandaydir bir she'rdan ta'sirlanasizmi demoqchi. Men hech qachon ta'sirlanmaganman deb ayta olaman. Chunki o'sha she'r bo'lsa yozmayman. Agar o'sha she'rni topa olgan bo'lsam, men topa olmagan tuyg'ularimni yozishga harakat qilaman.
Ya'ni ko'nglim to'lmagan narsani mana bu she'rdan ko'nglim to'lmadi. Buni yaxshiroq yozishga harakat qilishim mumkin. Lekin masalan Shavkat Rahmon Turkiylar deb ajoyib she'r yozib qo'ygan bo'lsa, men o'sha she'rdan ta'sirlanib boshqa she'r yozishim shart emas deb o'ylayman. Hech qachon turmasa ham kerak deyman. Ba'zida turib qolishi mumkin. Rahmat javob uchun. Shahboz, sen yaqinlaringga mukofotmisan, jazomisan? Mukofot. Qaysi elchi? O'zingga katta baho bering. Nurmuhammad, sanchi? Endi ular qay darajada yaqin olishiga bog'liqda. Ayni paytda. O'zingning shaxsiy fikring. Ular o'zlari aytsin. Endi aytolmay topib kelolmayman. Qattiq topib kelaman. Shaxsiy fikring bo'ladi, masalan, shu men tug'ib bekor qilganmi yoki tug'ib yaxshi qilganmi? Yoki yaxshi o'g'il bo'la olmayapmanmi? Zo'r o'g'ilmanmi? Yaqinlaringiz degan, menimcha ota-onani so'rayapti shekilli, ota-onadan boshqasi yaqin bo'lmaydi menimcha. Hozir menimcha neytralroqman, bor yo'qligim bilinmaydi. Lekin qachondir kelajakda bir yoki yaxshi mukofot yoki jazo bo'lishi mumkin. Hozir menimcha oddiy odamman, bir begonadagi gapman hozircha. Zo'r javob. Ota-onamga begona deyapman dedi. Xo'p, men she'r to'qish qobiliyati boshlovchi ega, lekin she'r yoza olmayman. O'zing shuni olinglar, noto'g'ri yozibdi-da endi. Lekin ijod qilgim keladi, uyqu yo'q. Tez asabiylashadigan bo'lib qolganman. Savolmi yoki eshitishimiz kerakmi? Yo'q, davom etishma. Bu o'zimga seziladi, boshqalarga sezilmaydi. Buni qanday qilsam bo'ladi? Tavsiya. Tez bilar ekan, shunga tavsiya maslahatni beringlar. Savolga tushunmadim. Men tushunmadim. Mana kattalashtirib olgan, qanaqadir chat bo'lishi kerak. Kirib qolgan ekan. Lekin men ovozingni uzib kelyapti. Ho'y, ovozim. Balki o'zimdadir bir chiqib keyin kiraman. Xo'p. Ovozim qolganlarga qanday eshitilyapti? Shu guruhda yozib qoldiringlar-da. Qalay, muhim ochildimi? Ha, yaxshi hozir. Hop, menimcha bu brat doktorlarning chati bo'lyapti deb o'ylagan shekilli-da, shunga shunaqa savol bergan. Lekin pastdan Nurmuhammad akaga gap yo'q deb yozib qo'yibdi. Hop. Eshityaptimi? Bir gapirsalarmi? Hop. Ovoz uzilib ketyapti. Tutamiz. Menimcha shu qaysidir raketa adashib ketdi-yu biz tarafga qarab. Unga uzilib qoldi.
Endi yaxshi eshitilyapti. Ha, shu gapim eshitilgani qara. Yaxshimi, davom ettiramizmi, Muham? Shahbozda hammasi joyida bo'lsa, davom ettirsak bo'ladi. Da, eshitilyapti menga ham. Davom ettiramiz, eshitilyapti. Xo'p, davom ettiramiz unda. Men savolni topib olay. Savol. Umumiy savol. Bir-birlaringizga ham tirrancha degan so'zni ishlatasizlarmi? Uchalamizmi? Uchalamiz. Ehtimol sen ishlatarsan. Ishlatib ko'rmaganman. Ikkovlaring ham ishlatmaganman. Ha, men ishlataman. Mana Shahboz tirranchada misol uchun. Nima? Ha, Shahboz bratku bizdan katta. o'zingda bo'lur. Ha, uzr bratim. Xo'p, bu yoqda qaysidir qishloqliklar topishib qolibdi. Mana Mirzohid bilan Omon aka uchrashibdi guruhda, rahmat. Shu haligi. Qaysi biri yoqadi? Choy yoki kofe? Tezlikda javob beramiz. Avval Shahboz, keyin Nurmuhammad. Choy yoki kofe? Choy. Qaysini ichsam o'sha yoqadi. Sho'r yoki shirin? Shirin. Shirin yoki sho'r dedingmi? Hada? Har xil paytda har ikkisini ham o'rni bor demoqchiman. Tun yoki kun? Bittasini tanlay iloji boricha. Shahboz davom ettiramiz, keyin Nurmuhammad. Tun yoki kun? Hay. Tun. Tunda oldim, men kunda olaman. Xo'p. Nafrat yoki muhabbat? Agar ikkalasini aralashmas bo'lsa o'sha. Muhabbat menga. Bo'lmasa. Sen o'zi muhabbat shoirisan-da. Ishimizda yagona. Xo'p, bittasi e'lon qoldirib ketibdi, o'qib beray. Aka balki xursand bo'lar, balki ukamizdir. Samarqanddan she'rga duetdosh ijodkor opa-singillar bormi? Proyekt bor debdi. Iltimos kimdir shunga javob yozib yuborsin. Avval qildim, xo'p. Hamma narsaning o'z formulasi bor. Sizning ijod formulangiz nimalardan iborat? Va siz uchun adabiyotdagi kechirilmas xato nima? Kelinglar bunday qilamiz. Birinchi savolga Nurmuhammad javob bersin, ikkinchi savolga Shahboz. Demak, Nurmuhammadga savol. Hamma narsaning o'z formulasi bor. Sizning ijod formulangiz nimalardan iborat? Muhabbat, kinoya, keyin go'zallik uchinchisi. Yani ba'zida bu qavs ichida turadi, ozgina nafrat ham bor. Ya'ni his tuyg'ular deb, muhabbat nafratga his tuyg'ular deb umumiy nom bersak agar, faqat o'zi deb qo'ysak ham bo'ladi menimcha. Shuni. Rahmat. Shahbozga savol. Siz uchun adabiyotdagi kechirilmas xato nima? Masalan, she'r yozmada ana mahorat deydi-ku. Shunaqa bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha notabiiyligida yoki umuman masalan, atayin majburan o'zidan siqib chiqarib she'r yozib, agar shu davraga qo'shilsa, o'sha xato bo'lishi mumkin. Hatto o'zim ham. O'zing ham xato bo'lishing mumkin shunda. Da. Savol tug'ilib qoldi. Bu kimning xatosi bo'lishi mumkin? Dadangnimi, onangnimi? Ikkalasini ham-da. Xo'p. Davom etamiz. Biz do'stmizda, yana hamma har xil savolga, xayolga bormasin. Men savolni yo'qotib qo'ydim. Juda ko'pchilik bir xil e'lon tashlagan. Qiziq.
Nurmuhammad Abduzoirga juda uzun savol bor ekan. Uzr ham so'rabdi pastida. O'qib beraman endi. Sizda shunday bir sevgi bo'lganki, undan hozirgacha va undan keyin ham kecha olmayapsiz. Bu yaqqol she'rlaringizda, ijrolaringizda sezilib turadi. Balki shu sevgi sizni shoir qilgandir, bilmadimu, lekin dard bilan yurakdan chiqadi har bir ijroyingiz. Buni siri nimada yoki biz ham shunday bir ayriliqqa uchrashimiz kerakmi? Shunda siznikiday o'ziga tortadigan ijro yoki she'r yaraladimi? Men bularni shunchaki she'rlaringizni o'qib, ijrolaringizni tinglab, shu fikrga kelgan holda so'rayapman. Agar aslida bunday bo'lmasa, uzr so'rayman. Aslida bunday emas. Keyin bitta gap bor. O'sha faqat xafalikda yoziladi she'r yoki xursand bo'lganda. Endi ba'zilar qo'shilmasligi mumkin, lekin juda ko'pchilik mana shunaqa fikrga kelib qolganda, yo'q, har qanday tuyg'uda she'r yozish mumkin, xursandchilikda ham, xafalikda ham va o'sha tuyg'ularda davlana oshib ketish deymiz-ku, masalan. Davlanani me'yorlashtirish uchun, xuddi tuyg'ular bosimini me'yorga keltirish uchun she'r yozilsa, o'sha davo bo'ladi deb o'ylayman. Har qanday tuyg'uni she'rga kiritish mumkin, baxtni ham. Men to'g'ri oxirgi paytlarda o'sha ayriliq yoki hijron to'g'risida ko'proq yozgandirman. Balki ba'zilar hazillashib, ba'zilar jiddiy olib aytishdi. Azoblash xizmati deb. Bunga qaysidir ma'noda o'zim ham iqror bo'ldim, lekin shu harakat qilyapman. Endi men ham qachondir balki Hamid Olimjonday baxt kuychisi degan nom olishga ehtimol bularda ham ko'proq qaysi tuyg'uni yashasa odam o'sha tuyg'uni yozadi-da. Baxtni ham o'zgacha odamni ko'nglini xijil qilmaydigan qilib yozish mumkin, shodlikda ham bir o'ynoqi ohangda, bilmadim. Men qaysidir bir ma'noda hammasi tajriba edi. Endi ham tajriba qilishda davom etaman. Rahmat savol uchun. Xo'p, javob uchun rahmat. Xo'p, savolda davom etamiz. Nurmuhammad, shu orada sendan she'r eshitsak. Ayriliq haqidami? Menga masalan mavzuni farqi yo'q. Men she'r tanlamayman. O'zing xohlagan mana shu yomg'ir yog'yapti tashqarida bir. Hozir menga bir daqiqa vaqt berasizlar. Uzunroq she'r o'qisam bo'laveradimi? Endi suhbat zerikali chiqib qolmasligi uchun juda uzun bo'lmagani ma'qul-da, lekin. Endi nazarimda 3-4 band uzun hisoblanmaydi, lekin juda 3-4 band yaxshi, normal. Yosh Verterning istroplari. O'qigach yosh Verter istiroblarin, qancha yosh Verterlar o'zini otgan. Gyote qotilmi? Aytchi dilbarim, qirg'in olib kelgan bitta avlodga. Yo'q, yo'q, tugamasa bu asar ayanch, o'zini o'ldirardi Gyote aniq. Axir ayriliq bu to'la to'kis ranj, kimningdir umriga qo'yar nuqtani. Senda ketmoqdasan, balki istarsan, Gyote singari bo'lmog'im darg'a. Men-ku amallarman, gulim hech qursa, rahmetsang bo'lardi shu murg'aklarga. Dunyoni zavolga eltmagin erkam, baxtli qo'shiqlarim kuylay tinchgina. Shundoq ham olamda she'rparastlar kam, shundoq ham bu ochin to'la bachkana. Rahmat. Rahmat senga ham. Zo'r, yaxshi she'r. Xo'p, savol Shahboz Fayzullayevga. Assalomu alaykum. Eng ko'p qaysi shoirlardan o'qishimizni tavsiya qilasiz va qaysi taraflari sizga yoqqani uchun tavsiya qilasiz? Masalan, o'zim ko'p o'qiydiganim Zarif aka, Abduval aka yoki hozir masalan endi hatto o'zim umuman eshitmagan, ismini ham bilmaydigan shoirlarni eshityapman shu kunlarda. Mana Jon Temur aka o'z kanaliga ham tashladi. Muhammad Ali Qo'shmoqovning she'rlarini. Mana shunaqa o'zim ham xohlardim. O'zim endi o'zim uchun shuni tushunyapman. O'sha ha deb o'sha hammaga ma'lum bo'lib turgan
hamma ismini qayta aytib nima suvini chiqarib tashlagan shoirlardan ko'ra shunaqa shoirlarni izlab topib o'qigan yaxshiroqdir. Endi u izlab topish ham tabiiy bo'lishi kerakdir. Masalan, atayin mana shu shoirni topaman, umuman hali hech kim eshitmagan shoirni topaman deb harakat qilsang ham baribir topolmaysan. O'zi oldingdan chiqib qolishi mumkin. Masalan, man o'zimni mana shu yerda birga yashaydigan Jontivor akadan eshitdim o'qiyapman, maza qilyapman. Iloji bo'lsa, shunaqa shoirlarni topib o'qish yaxshiroqdir. Shu. Rahmat javob uchun. Nurmuhammad Abduzoirga demak savol. Ijodiy bir xillikdan yiroqdan katta harflar bilan yozibdi. Ijodiy bir xillikdan yiroqlashish kerak bo'lsa, nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Yashash kerak deb o'ylayman ko'proq. Bo'ldimi? Bitta savol bilan, bitta gap bilan javob bersam bo'ladimi yo uzunroq javob berishim kerakmi? Yo'q, menga qisqaroq javob bergan ma'qulroq. Shu yashash kerak, ko'proq odamlar bilan suhbatlashish kerak deb o'ylayman. Shu. Keyin Shahboz aytgan uslubda ham sinasa bo'ladi. Ya'ni hali hech kim topmagan, hali hech kim bilmagan shoirlar. Ehtimol o'zini yoqtirgan shoirni topib olish kerak-da, harakat qilib. Uni o'qiydi, buni o'qiydi, oxiri o'zini o'qigan shoirni topib olsa, keyin balki ruhiyati tushib qolar. Ehtimol agar odamlar bilan suhbatlashish imkoni bo'lmasa, odamlar ham bir xil bo'lsa, o'sha boshqacha fikrlaydigan, boshqacha his qiladigan odam, olamni boshqacha his qiladigan shoir bordir. Unga ko'ngliga yaqinroq. O'sha shoirni topib olish kerak. Hammani o'ziniki alohida bo'ladi menimcha. Rahmat javob uchun. Ikki shoirga savol debdi. O'sha kategoriya bilan ketamiz. Yosh bo'yicha birinchi Shahboz javob beradi. Birinchi savoliga, ikkinchi savoliga demak Nurmuhammad Abduzoir. She'r o'qiy olish, lekin biror satr ham yozolmaslik. Agar ikkisi qo'lingizdan kelsa, birini tanlash kerak-da. Shunaqa sharti bor ekan, o'qimabman yuqorida. She'r o'qiy olish, lekin biror satr ham yozolmaslik. Shahboz. Biroq savoling oxirigacha emasmi? Shunaqa tuyulyapti nima? She'r o'qiy Qara, olish. senga tanlov beriladi, yo she'r o'qiy olish imkoniyati beriladi yoki biror satr ham yozolmaslik imkoniyati beriladi. Bittasini tanlashing kerak. She'r o'qish. Rahmat. Davom etadi. She'r yozish, biroq umuman hech kimga o'qib bera olmaslik. Bunga Nurmuhammad javob beradi. Yani tanlash kerak. Sen bitta savolni bo'lib yording-da. Ikkalasi bitta savol edi. Ya bir, ikki deb qo'yibdi-da. Ha, endi yozilgan narsani o'qiyman. Bir yoki ikkini tanlang deganida bu. Ha, ikkalasini tanlash kerak. Ha, sen guruhda yo'qmisan? Yo'q, guruhda yo'qman, lekin shu nima deyotganiga qarab tushundim-da. O'sha birinchisi aytayapti, she'rni o'qiysan, lekin yoza olmaysan. Ikkinchisida nima deyapti? She'r yozasan, lekin o'qiy olmaysan deyapti, to'g'rimi? Ha, Shahboz shunda she'r o'qiyman dedingmi? Man she'r o'qishni tanladim. Masalan, o'zim yozamanmi yo'qmi, u farqi yo'q, lekin she'r o'qish shuni tanladim. Xo'p, sen ham tanlab ol bo'lmasa Nurmuhammad. Men yozishni tanlayman, Shahboz o'qishni tanlagandan keyin. Sen o'qiydi, sen yozganingni Shahboz o'qiydi. Bittamiz yordam berishimiz kerak. Aytib turadi menga masalan, shuni she'r qil deydi. O'z yozolmay qolsa masalan. Nima yozaman haqda. Xo'p, zo'r. Umumiy savol, ilhom, topilmalar, o'xshatish va hokazo bularga badiiy kitoblar ko'proq ta'sir qiladimi yoki she'riy to'plamlar? Ilhom? Shahbozmi yoki? Muham, sen javob ber birinchi. Savoling bir takrorlarsang-da. Xo'p, savolni takrorlayman. Ilhom, topilmalar, o'xshatish va hokazo bularga badiiy kitoblar ko'proq ta'sir qiladimi yoki she'riy to'plamlar? Badiiy kitoblar, agar ikkalasidan biri bo'ladigan bo'lsa, badiiy kitoblar. Shahbozning varianti qanaqa? Menimcha ikkalasi ham yordam bera olmasligi ham mumkin. Rahmat. Hop, assalomu alaykum. Ikkala shoir uchun ham savollar. Ikkitasini o'qiyman, savol bergan odamga aytyapman. Bittasini biriga, boshqasini boshqa biriga o'qib beraman. Shoir sifatida og'riq yozdiradimi yoki baxt? Shahboz, o'zing javob ber. Masalan, o'zimdan agar kelib chiqadigan bo'lsam, na og'riq, na baxt.
Masalan, bordim Sentopga. O'sha bir voqeani aytaman. Ham bu oldingi savolga ham tegishli-da. Badiiy kitob yoki she'riy to'plam qaysi biri yordam beradigan savolingga. O'sha borganimizda bitta momo bilan ko'rishdik. Momo gapirib beryapti o'zini tarixini, keyin o'zi haqida gapirib beryapti. Masalan, momoni o'sha gapirib berishini o'zi she'r. To'g'ri, momo o'qiydi. Momo o'zi 70 dan oshgan bo'lsa ham kitoblar o'qiydi, boshqa qiladi, lekin yozmaydi-ku baribir. Shunchaki gapirayotganda ham xuddi bir she'r bo'lib eshitiladi-da. Asosan tojik zabon bo'lib gapiryapti. O'zini bodomzori, ya'ni bodomlari bor. O'sha bodomlarni parvarish qilgani, o'sha bodomlarni o'g'li ekib ketgani, o'g'lini ishsiz yo'qolgani, haligacha darak yo'qligi, keyin shu bodomlarni parvarish haqida gapirib beryapti, o'zi she'r bo'lib kelyapti. Masalan, momo na badiiy kitobdan yoki na bir she'riy kitobdan ta'sirlangan. O'shanda momoni bu holatini ko'rdim, momo o'zi bilan tanishdim, gaplashdim. Qaytayotganda o'zim uchun she'r tug'ildi. Bu nima bu? Bunda na baxt, na og'riq. Masalan, momoni og'rig'ini eshitgan bo'lishim mumkin. Rahmat javob uchun. Keyingi savol Bunur Muhammadga. Siz yozgan biror misra she'r o'zingizni yig'latganmi? Ha, yig'latgan. Ya'ni yig'lab yozganlarim bor bo'lishi mumkin. Keyin ularni o'qiyotganda yig'laganman. Balki yig'lashga tayyor turgan kayfiyatimda o'qigandirman. Bilmayman, ish qilib ta'sir qilgan joylari bo'lgan. Ha, menimcha. Rahmat javob uchun. Davom etamiz. Bundan keyingi savollarga tezroq javob berilsa, menimcha tezroq tugatamiz suhbatni. Hozirgi o'zbek she'riyatining tanqidga muhtojligi shaklan 100% deb olsak, nuqta qo'yibdi. Necha foiz demoqchi bo'lsa kerak? 100% shkalada. Shahboz? Masalan, bilmadim, hozir birorta bir alohida she'rni olib tahlil qilayotgan o'zimizni oramizda deyarli ko'rmaymiz. Agar bo'lsa 10%, 20% bo'lishi mumkin. Shu. Nur Muhammadning varianti. Endi she'rlar tabiiyki ijtimoiy tarmoqlarga ko'chib o'tayotgan ekan, tanqidiy yo'nalishlar ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarga bir darajada ko'chib o'tishini istardim. Repga qarasak, repga kimdir reaksiya bildiradi, hali ham lekin she'rga reaksiya bildiradigan odamni ko'rmadim. Shunaqa reaksiya bildiradigan odamlar yangicha ko'rinishlari kerak tanqidda ham, tahlilda ham, boshqasini deb o'ylayman. Rahmat javob uchun. Davom etamiz. Birinchidan, masalan, hatto tan olish kerak, o'zimizni ham yo'q, kimdir o'zimiz tengdoshdimi yo bo'lmasam katta shoirdimi she'rni olib biror bir tahlil qilgan joyimiz ham yo'q-da. Masalan, o'zimizda yo'qmi? Qolganlardan ham kutish ham qiyin. Taxminan shunday, lekin imkon berilsa butun insoniyat tarixida qaysi lahzani o'z ko'nglingiz bilan ko'rishni xohlardingiz? Ko'zingiz bilan ekan, uzr. Agar imkon berilsa butun insoniyat tarixidagi qaysi lahzani o'z ko'zingiz bilan ko'rishni xohlardingiz? Muham? Men birinchi javob beraymi? Aha. Hozir o'ylab qoldim, o'sha odam ato bilan momo havoni jannatdan qo'ygandan keyin dunyoni ikkita chekkasiga tashlab yuboradi deyishadi-da, afsonalarga ko'ra. Keyin va uni nechadir yil o'tib bir-birini topish varianti bor. O'sha nimani jarayonni, vaqtni ko'rishni xohlardim o'z ko'zim bilan, rostdan. Shahbozning varianti qanday? Men butun insoniyat tarixidagi bir lahzani birinchi kelgan narsa bo'ldiki, Nur Muhammad boshini aytgan bo'lsa, men tugashini aytmoqchiman. Hammasi tugagandan keyin yana qaytib kelishimizda. Shu uzoq yashamoqchimisan deyman. Sen u vaziyatda masalan aytilishicha sen ham ko'rasan, men ham ko'raman baribir. Hop. Fikr qoldiribdi bittasi. Kanallaridan o'qidim. O'qib chiqdim, juda chiroyli yozar ekan. Hayronman nega eshitmagan ekanman. Shahbozga nisbatan bildirilgan fikr. Hop, savolda davom etamiz. Sog'inch nima? Kasallikmi, dardmi, sinovmi, baxtmi?
inson sog'inganda o'zini qanday his qiladi? Umuman inson sog'inmay qo'ysa nima bo'ladi? Bu Shahboz birinchi javob bera qolsin. Hamma narsa. Sog'inch hamma narsa bo'lsa kerak. Shu. Muham. Qanday qabul qilishiga bog'liq. Ba'zida baxt, ba'zida dard. Shu Shahbozni fikri ham javob bera oldi deb o'ylayman. Keyin o'sha qanday qabul qilishiga bog'liq deymanda. Lekin o'sha sog'inchsizlik, ya'ni his tuyg'usizlikka olib kelayotgan bo'lsa, bu yomon deb o'ylayman. Baribir his tuyg'ular qaysidir darajada bo'lgani yaxshi. Xo'p, rahmat javoblar uchun. Hayot siz uchun sovg'ami yoki jazo? Muham. Bu ham qanday qabul qilishimga bog'liq. Har xil paytda, har xil kayfiyatda har xil qabul qilaman-da. Qanday qarashga, qaysi? Rahmat. Shahboz. Hech bir hali his qilib ko'rmadimmi, jazoligini bilmayman. Shu mazza qo'shiq Nasib eshitasan. qilsa senga shuni jazoligini his qilish. Sen o'zing jazoing menga tiqishtirma. Xo'p. Menimcha bu Shahbozga berilgan savol. Aslida qayerliksiz? Tug'ilib o'sgan joyingiz haqida yozganlaringiz bormi? Muhitning ta'siri qanday bo'lgan? Bolaligingiz haqida aytib bering. Bolaliging haqida aytib bermagin, qolgan savollarga javob bersang tezroq bo'ladi. Navoiylikman, Karmanadan. Ma'lumotlar bor. Masalan, birinchi ma'lumotni men 7-sinfda tarix kitobida o'qiganman. O'sha mo'g'ullarning isyoniga qarshi chiqqan o'sha tarobdan chiqqan tarobiy haqida o'qigandim. O'shanda birinchi marta karmana degan so'zni ko'rganman. Ya'ni tarobiy qo'zg'olonidan keyin mo'g'ullarning hammasi Buxorodan chekinib, Karmanaga chekinishadi. Buxoro yaqinidagi joyga Karmanaga chekinishadi degan bir ma'lumotni o'qigan edim. Ana undan keyin o'zimizda masalan yana bir juda ham o'zim uchun qadrli bo'lgan narsa Abdullaxon ikkini o'sha qabri Karmanada ekanligida. Abdullaxon ikkini ham o'sha tarixda o'qigandim. Masalan 16-asrda butun bir Eron va Turonni birlashtirgan shaxs. Shunaqa bir muhim shaxsning qabri borligini bilaman. Shu Karmana haqida ma'lumotlar. Qadimiyligini boshqasini hamma biladi baribir. Xo'p, rahmat. Savollar tugadi. Javoblar qiziq bo'ldi nazarimga. Yana qanaqa savol qolib ketdi? Yo, u Dilnoza savoliga javob berilgan. Ismini aytib qo'ydim. So'kinmaylik, mayli. Endi masalan, Shahboz, shu berilgan savollardan qaysi biri esingda qoldi? Arvoh javob bera olmaganim. Hozir men shu arvohni topaman deb belgilab qo'yaman. Nurmuhammad, senda-chi? Nurmuhammad deb chaqirishim ko'nikmaganda. Muham? Mikrofonni yoqmasdan gapirayotibman, qarangda. Menda ikkita savol bo'ldi shunaqa. Birinchisi qahva va sen degan mavzu. Ya'ni bu qaysidir ma'noda yana yozishga undadi, mavzu berdi. O'shaning uchun qaysidir ma'noda qadrli. Keyin ikkinchi savol, bu savolni eslatgan savol. Ya'ni qaysi she'ringizni olib qolardingiz, deyapti-ku. Men javob berdim, hali o'sha she'rni yozmaganman. Kelajakda yozaman o'sha she'rni deb aytdim. O'sha ikkalasi menga qaysidir ma'noda boshqacha. Agar bittasini tanlash kerak bo'lsa, birinchisini tanlayman. Bunday qilsak bo'ladi. Kitoblar uchta tanlasa bo'lar ekan. Agar ikkita tanlaydigan bo'lsang, Karim Bahriyevning 2 tomlik o'sha maqolalar to'plamini ikkinchi savolga berishim mumkin ekan. Yaxshi. Xo'p, shundoqqina qo'yib yuborish noto'g'ri. She'r tinglaymiz. Endi kim o'qishini hali birinchi sen o'qi, keyin Shahboz o'qiy qolsin. Oxirida o'zim savolim bo'lar ekan bitta. Sen o'qi she'ringni, Feruz.
Men bu yerda shoir emasda, endi bir neytral kimdir mehmon sizlarda. Ana shu eshikni ochilishi ham yaxshi, ovozi tanishda. Man Jon Temur akam aytyapti, ta'kidlayapti, shu eshikni she'ri hammaga yoqdi deyapti. Shahbosan o'qiy qolgan bo'lmasa, birinchi, keyin Nurmuhammadni eshitamiz. Xo'p. O'shanda yomg'ir yog'gan emas. Daraxtlar yig'lagan edi ona. Axir eslolmaysanmi? Momom ko'zlaridek xira, uning qovog'idek tuntmasdi osmon, faqat moviy anorzorda bir parcha bulut. Axir eslolmaysanmi? Kir bolakayni yomg'ir bilan yubarding chaqmoq mazasini his qilsin deya. Ona o'shanda payg'ambar shamolning vahiysin tinglab, duv-duv ko'z yosh to'kkan edi daraxtlar. Nechun jam bo'ldi ruhlar, anor toji uchunda, alvon tush ko'rbuxlar osmon anor ichinda. Qanot chaqmoq chaqmoq qushlar to'kar ko'z yoshi, sitilib ketar jono yomg'ir anor ichinda. Shovullagan devona, rubobiy til, ohang yuz, gulmohilar o'ynagan daryo anor ichinda. Ona, qaydaman o'zim, atrofim tax-batax qon, qolib ketdim so'yilgan 90 malak ichinda. Ona, na odam shakl, na daraxtga o'xshayman, kalamushdek ochofat bir kovakda qishlayman, yirtqichman, g'azabu o't bora bora o'ldirar, faqat seni o'ylasam qushga aylangim kelar. Osmon anor ichinda, yomg'ir anor ichinda, daryo anor ichinda. Senu menda masofa yo'q, senu menda makon yo'q. Sen anor ichindasan, bolang anor ichinda. Sitilib ketar jono. Rahmat. Nurmuhammad. Hozir. Einstein'ni qizil jinni derdik gar. Balki tanimagan bo'lardik butkul. Yonida bo'lmasa so'ziga maqtal kashfiyotlaridan quvongan ko'ngil. Uni tushunguvchi yo'qmi? U tentak. Unga ishonguvchi yo'qmi? U kazzob. U ham eng zo'r shoir bo'lardim mendek. Uningda dildori bo'lsa she'rsevar. Uningda dildori pulga o'ch bo'lsa sarmoya to'plardi u boy badavlat. Mayli kashfiyotlar bari puch bo'lsa, lek yorin yonida to'ksa bas savlat. Uni tushunguvchi bormi? U daho. Unga ishonguvchi bormi? U haqdir. Men kashshof bo'lardim undan-da avlo seni rom etsa gar bir mutafakkir. Men ham boy bo'lardim sevgilim, ammo seni pullar emas, she'r quvontirar. Shul sabab men so'zga yollangan hammol, shul sabab meni ishq o'tda yondirar. Sen mayxo'rni sevsang sharob sipqorib, hur bo'lsang haq bilan topshadirman. Doim yodda tutgil sevgili yorim, neni afzal bilsang men o'shadirman. Kim yurtidan yovni qursa mendirman o'sha. Mikrofonim yonib qolib ketgan ekan. Xo'p, rahmat she'r uchun. Umumiy savol, umuman bugungi suhbat men Navoiyda bo'lganimda boshqacha bo'lar ekanman, Toshkentda bo'lganimda boshqacha. Sizlarga ma'qul keldimi? Shunaqa bir do'stona suhbatlar bo'lib turishi kerakmi? Men o'zing ham o'sha savollarga javob beradigan bir suhbatlar kutib qolamiz endi. Balki uni boshqa kishi tashkillashtirish kerakdir. Masalan, seni ham qarashlaring qiziqda ko'pchilikka. Faqat savol berib o'qib o'tirasan, uni boshqa kishi ham qilsa bo'ladi. Umuman o'zingga ham savol berilishi. Bu davrada masalan, uchalamiz yaqin do'stmiz. Anchadan beri bormiz, eslanmadi ko'p narsalar, Toshkentga kelish, uchrashuvlar, somsaxonaga borib yotganing yoki Shahbozni yotoqxonasiga borganing, umuman bir nimalar, birinchi ko'rishuvlar, uchrashilmadi, qanday do'stlashdik. Qanaqa shunaqadir suhbatlar kutaman, nasib. Yoki o'zimiz qilarmiz. Kimdir qilar balki uchalamiz bilan shunaqa bir suhbatlarni.
kutib qolaman. Boshqalardan bo'lsa ham. Sen endi bir tashkilotchilikni o'z qo'lingga olding, rahmat senga. Lekin umuman uchalamizdan bir begona odam qilsa, baribir boshqacha bo'ladi deb o'ylayman-da. Kanalimizda bordir. Bizni eshitayotganlar orasida qachondir shunaqa tashkillashtirsa, seni ham bir qarashlaring qiziq menga, to'g'risi. Rahmat. Somsaxon esimdan umrbod chiqmaydi. Shahboz, sani fikring? Keyin o'zing ham savol tutsang yaxshiroq bo'lardi deb o'yladim man. Masalan, to'g'ri savol beruvchilar ko'p ekan, savol berilyapti, lekin o'zingni ham bir savoling bo'lishi kerak. Sen mana oxirida faqat umumiy savol berding. Balkim keyingisida kim bilandir suhbat qilganingda o'zingdan kelib chiqib savol berarsan. Rahmat fikrlar uchun. Men endi 2 kishi bilan birinchi marta suhbat qilyapman. Yana haligi o'zim doimgi kutubxonamda emasman. Hali o'rischasi patera deydi-ku. Nima bo'ldi-da? Yo'q, o'zbekchasiga arpa bahona. Balki. Rahmat Shahboz vaqt ajratganing uchun. Nurmuhammad, senga ham katta rahmat. Meni o'zim shaxsan sizlar muxlislaringman. Demak, sovg'ani, kitoblarni, ya'ni qo'lga kiritganlarni men o'qib bermoqchiman. Xo'p. Shahboz Fayzullayevning Arvohi qachon tomosha qilamiz degan savolni bergan qiz Elmira. Elmiraga demak o'sha Karim Bahriyevning 3 tomlik she'riy kitobi, she'riy tarjimalari dunyo adabiyotidan va Shahbozning birinchi kitobim loyihasidagi to'plami topshiriladi. Men uni demak shu kitob shu qizniki. Keyingi Muhamning tanlagan 2 shaxsi ham birinchisi aynan shu qiz, ikkinchi savol edi. Shu Elmiraning bergan qahva haqidagi savoliga tanladi. Shunga qo'shimcha qilib Karim Bahriyevni yana o'sha maqolalarini tashkil topgan 2 tomlik to'plamini beraman va 3-chi Nurmuhammad tanlagan shaxs Mahliyo ismli ishtirokchi. Bu kishiga ham o'sha Karim Bahriyevning 2 tomlik maqolalar to'plamini topshiraman va Shahbozning birinchi kitobidan beraman. Ishtirok etgan barchaga rahmat. Sizlarga ham bor bo'linglar, juda xursand bo'ldim. Ko'rganda ko'rishguncha yoki chatlashamizmi endi? Hozir qanaqa xayrlashishni bilmadim. Mayli, qanaqadir savollar qolib ketgan bo'lsa, Feruz guruhida biz bormiz. Qo'shilamiz hozir. Yo'q, bormiz dema, mani boshim baloga qolmasin. Yo'qmisan? Hozir qo'shilamiz, bemalol savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Javob berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat, vaqt ajratib. Sabah xudo xolasa zo'r bo'ladi. Rahmat Nurmuhammad. Charchamanglar. Xo'p. Mayli.